Men endi so'ragan, aya ko'p erkalolmaysiz-ku desam, ayam ko'zlarida yoshlanadi. Bolam, meni ham qizim deyishmaganda. Mani onam, mani qizim deganda men 21 yoshda bo'lganman. Shunday aka singillar bor, bir-bir bilan yuz ko'rmas bo'lib ketgan. Kelish uchun men zaif tarafimni bilish kerak. Charchadim demagin, shunaqa mahal keladi, tura olmaysan ham o'rningdan. Adam har doim aytardi, bugungi kunni ertaga qaytara olmaysan. Hayotning qiymati aynan nimada? Oiladan tashqari yana. Odamlarga ishonmagin, men mustahkam turib ishlagin. Ukangizni ko'z yoshlarini ko'rganmisiz? Ukamni qo'rqishni endi tushundim. Qachondir Nargiza to'xtash mumkinmi? Kimdir kuchli bo'lish kerak-ku, baribir. Ko'rsatuvimizning bosh homiysi Xonsaroy qurilish kompaniyasi. Xonsaroy bu bizning tanlov. Nargiza opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Ko'rganimdan xursandman. Mana sizdan ko'rganimdan xursandman. Rahmat. Chaqirganingizga ming rahmat. Rahmat. Suhbatimiz yaxshi taassurot Inshaalloh. Sizda ham qoldiraman deb o'ylayman. Inshaalloh. Ko'rayotgan insonlar ham meni ko'rib, kimdir o'ziga urok deydi, dars oladi, kimdir fikr qiladi, iloyim. Yaxshi taassurot qoldiraman degan umiddaman. Inshaalloh, inshaalloh. Har nima bo'lganda ham Nargiza opa, biz sizni bekorga tanlamadik, chunki bu podkastimizga mehmon chaqirayotganda biz bir kishi o'ylamaymiz. Biz butun jamoamiz bilan fikr almashamiz. Hamma o'zining fikrini aytadi va qaysidir qahramonni chaqirmoqchi bo'lganimizda jamoadan o'zini tanqidiy fikri keladi yoki qaysidir holatlarni aytishadi. Lekin sizni variantingiz kelganda hamma bir ovozdan qo'lni ko'tarib, ha biz Nargiza opani eshitishga, ularni ko'rishga, ular bilan suhbat qilishga tayyormiz, shaymiz, xohlaymiz deyishdi va shuning uchun ham umid qilaman bizni tomosha qilib turgan ayollarimiz uchun ham sizning bugungi suhbatingiz haqiqiy bir motivatsion suhbat bo'lishiga ishonaman. Hozir Nargiza opam suhbat boshlashdan oldin Lolajon, ko'p narsa kutmang mendan. Men o'zi kam gapman dedilar. Yo'q, biz hech narsa kutmaymiz. Biz shunchaki suhbatlashamiz, fikr almashamiz, qayerdadir qadriyatlar haqida gaplashamiz. Chunki sizni mana shu ijtimoiy tarmoqda ko'rib, sizni shijoatingiz, jasoratingiz, harakatingiz bilan hammasi biz uchun bizga ko'rish osonda. Ko'rish oson. Haligi bir-birda xonimmi? Yeyish oson. Lekin uning ortida turgan mehnatni tasavvurimizga ham sig'dira olmaymiz. Bir kun men o'zim kutilmaganda Instagramda xonim tayyorlash jarayonini ko'rdim. Tong sahardan soat 4 dan u yoyilgan xamirni ko'rib, umrimda xamir ko'rmaganman. Shunchalik katta xamir yoyilgandan va qancha katta mehnatni ko'rib men aytdim, "Yo, to'xtanglar, buni ortida juda katta mehnat." Endi shunaqa deymizki, har bir odamni har bir ishini o'zining ustasi bor-da. Men masalan siz ishingizni qila olmayman-da. Meni ishimni ham kimdir qila olmasligi u normal narsa deb o'ylayman. Endi biz bu mehnatda yoshligimizdan qonimizga singib, adam rahmatli singitib, sekin-sekin asta-asta shu mehnatga kirib ketganmiz-da. Biz oilaviymiz. Bu ota kasb, ona kasb. Ona kasb bu. Lekin ko'p narsani adamdan o'rganganmiz biz. Masalan, o'zi umuman uy ishlarida ham, xamir yoyishlarni ham. Chunki mana onam ertalabdan kechgacha suvda turadi-da, uyda biz qolganimizdan keyin ish kim o'rgatadi? Biz oilaviy degandan keyin o'sha hammasi shu ishda bo'lamiz. Adam ham rahmatli, singlim, ukam hammamiz birgamiz. Endi ishchi yo'q-da. Ishchini ilgari zamonda kim qilgan? O'zini bola chaqasi bilan ishlagan-da. Chunki nima deydi, u zamonda ishchi degan narsa o'zi ma'nosi bo'lmagan deb o'ylayman. Bizga o'xshagan insonlarda. O'sha ishchiga beriladigan pulni o'zimizda qolsinmi deydiganmi? Bolalarni keyin zanit qilish uchun, osma bolalarda qancha kam bo'sh vaqt bo'lsa, shuncha yaxshi deb aytardilar adam rahmatli. Juda ham qattiq charchashing kerak. Nima, pромежутка vaqt qolish kerak emas. Nojo'ya ishlar qilish uchun deb adam o'ziga o'zi singdirgan sabab, chunki adam o'zi yetimlikda katta bo'lgan. Onamlar ham yetimlikda katta bo'lishganda. Qarang. O'zbekistonda ham bo'lmaganlar, adam Leningradda shkola internatda katta bo'lganlar. Keyin katta yigit bo'lib, armiyalarda служить qilib, keyin katta yigit bo'lib kelib, onamni uchratganlar. O'zbekistonda. Qayerda ko'rishgan? Avtoshkolada. Onam ham avtoshkolada o'qigan, adam ham avtoshkolada o'qib, bir-birini yaxshi ko'rib, turmush qurishgan. Mashalloh. Oyim aytadiki, 40 kunda menga o'ylangan adang deydilar. Ikki ko'ngil yarim bir bo'libdi-da. Bu samadan ruskiy язычный o'ris tabiat bo'lgan-ku. Oyim yaxshi ko'rib, turmush qurishgan. Boshida bu oyim o'zini havosi bo'lgan. Xonimchilik o'zi tegi, men kasb, просто uyda
ozgina u bu narsaga yordam beraman deb ozgina qilib keyin shu bilan adam bizga qo'shilib ketgan. Qarasa ayol kishi qiynalyapti, ikkita bola bilan, u paytda ukam yo'q edi. Keyin adam yordam berishni boshlagan bo'sh vaqtida. Keyin shunaqa bo'ldiki, polностью oyim bilan keyin yo'q polностью yordam berishim kerak deb, naверное, shunaqa o'ylagan turlar-da. Keyin oyim bilan bizlarni birlashtirib, uyda qarash kerak bizaga. Yaxshi odam bor, bari yomon odam bor, qizlar uyda, ikkita qiz, maktabdan borishi bor, kelishi bor, zagotovka protsessi bor baribir uyda. Kechqurun onam charchaydi baribir, ko'chada tikoy turgandan keyin kelgandan keyin sразу ishga unomiydi odam. Ozgina какой-то o'sha vaqtida adam oyimga mehr berib, как бы o'zi qilardilar-da. Shu yo'q paytida shuni qilib qo'yardilar adam. Ana shu muhabbatda men seni yaxshi ko'raman demagan bo'lsa kerak. Endi bilmasam. O'sha deyman-da, yana eshitmagansiz, lekin uyat hisoblangan. Keyin ota-onalarimiz hammasi ham men o'ylaymanki, mana davrimdagilar qizim deb murojaat qila olmagan. Ismi bilan aytishardi yoki qizim deyish uyat bo'lardi, lekin o'sha mehrni ifoda qilish yo'li bo'lganda qarang. Qizim deyishyapti, o'g'lim deyishyapti. U paytda unaqa narsa bor. Keyin onam bizada xarakter железный bo'lgan. Farzandlarga juda ham qattiq qo'l bo'lganlar. Tushundingizmi? Adam bizada yumshoq bo'lgan. Balans bo'lgan ekanda. Adam ko'proq bizga mehr berganlar, ko'p narsada urushmasdan endi to'g'ri yo'lni ko'rsatishga adam o'rgatgan bizga. Mana shu xamirlarni yoyishni ham, garchka piyoz tozalashni ham, qandoq pichoq ushlash kerakligini ham, qanaqa qilib qovurish kerakligini ham, qasqonga qanday hammasini adamdan o'rganganmiz biz. Mashalloh. Oyizlar qattiqqo'lligi nimada bo'lgan aynan? O'zi umuman tarbiyada ham, ona bola o'rtasidagi muloqotda ham, u gap unda emas. Naверное, o'ylaymanki, shu ko'chada mana turadi-ku odam. Baribir har xil holat bo'ladi-ku. Uyga kelgandan keyin перенастроyda, tushunyapsizmi? Distansiya bo'lgan baribir o'rtamizda. Juda katta distansiya bo'lgan. Biz onamni juda ham hurmat qilardik, ham qo'rqardik. Xafa qilib qo'yishdan, bu narsa nojo'ya ish qilishdan. Kelsa biz joylarni to'g'rilab ishimizga unab ketardik. Чтобы ortiqcha asabiga tegmaslik uchun o'sha distansiyani bilardik-da biz. Что asabiga tegmaydi, dam oladigan mahali. Ko'ziga qarab turish bo'lgan. Biz ham ayam ketardilar ishga, ayam kelganlaridan keyin shu birinchi savollar nima ish qilding? Yo'q, unaqa. Bizda shunaqa bo'lardi. Bo'lmagan, bizda. Nima ish qilding? Biz keyinchi yosh slishkim katta bo'lib qolganmiz-da, tushundingizmi? Biz udobron qizlar bo'lganmiz, o'zi opa-singil. 8 yoshda men xamir yoyardim. Oho. Katta 2-3 ta katta odam ishini men bitta o'zim qilardim. Qiyinlik qilmaganman, Nargiz opa. Naborat yaxshi deb o'ylayman. Mana shu tarbiya katta hayotga kirib borganimda juda katta yordam bergan, tushunyapsizmi? Sudrab ketish hayotda. Agar adam aytardilarki, mana shu ishlarni hozirdan bilmasang, ertaga qiynalasan. Men senga o'rgatishga majburman. Yaxshi yomon gapirsam, sen buni yaxshilikka yoygin. O'ylab qarasang, mana hozir katta bo'ldik-da, o'ylab qarasam, hayotlar har xil bo'ladi-da, endi har doim tekis bo'lib ketavermaydi-da. Qiyinchilik bo'lgan mahalda biz mana shu onamni matonati bilan adamni o'rgatgan hamma ishini ishga solganman men o'zim. Mashalloh. Singlim bilan ukam bilan birlashib, mana shu hamma qiyinchilikni yengib o'tganmiz. Shunaqa bo'lgan. Mana qarang, hozir endi biz ham, men o'zim ham aytaman, hozir katta bo'lgandek, ayam o'zlariga talablari kuchli edi, o'rtoqlarimni o'ynashga qo'ymasdilar. Bo'sh vaqting bo'ldimi? Birdan bo'sh vaqtim, zerikdim degan gap og'zimdan mabodo chiqib qolsa, 75 ta ish buyurilardi. Bo'ldi. Ikkinchi marta bu gap aytilmaydigan darajada bo'lardi. Biz zerikdim degan narsa bo'lmagan, bo'sh vaqtimiz umuman bo'lmagan. O'sha bo'sh vaqt bo'lishga ham qo'yilmagan, lekin o'sha payt yig'lardim, xafa bo'lardim, o'ksinardim. Derazadan qarab o'rtoqlarim o'ynasa, ularga qarab havasim kelardi. Shunaqangi yig'lab xafa bo'lardim. Hozir rahmat deyman, lekin o'sha bola holimda xafa bo'lardim-da. Shunaqa narsalarni o'ylashga vaqt bo'lmagan. Vaqtim bo'lmagan. Biz ko'chaga chiqib o'ynagan qizlar bo'lmaganmiz. Biz uyimizda maktabga borardik, maktabga kelgandan keyin aniq ishimiz bo'lardi uyda. Tushundingizmi? O'sha aniq ishimni qilib bo'lganimdan keyin u soat 12 bo'lardi. Bu bolalikni his qilmaganingizdan qanaqadir ba'zan achinmaysizmi? Ba'zan bir o'ksinib qolmaysizmi? Yo'q, nimaga? Adam har doim aytardi. Bugungi kunni ertaga qaytara olmaysan, bolam. O'shanga sen o'zingga singdirgan sabab o'zlari yetim bo'lganlar-da. Tushundingizmi? Ko'p narsani o'zini kuchi bilan erishurgandan, nima bolalar ham mustahkam hayotda tursin.
qo'rg'oshinday tarbiya qilgan keyin ekanlar. bolani yoshligidan ishga solmasang keyin katta bo'lganiga foydasi yo'q dedilar. Shu hozir danni moment san qilishing kerak, chunki ertaga kech bo'ladi. Adangizlar, oyingizlar hayotmilar hozir? Adamlar o'tib ketganlar, Alloh rahmat 12 yil bo'ldi, onam bilan borlar. Oyingizlardan hozir shunaqa qo'rqasizmi? Hozir endi katta xotin bo'ldik endi. Mani onam, mani qizim deganda men 21 yoshda bo'lganman. Men tushundim nima demoqchiligingizni. Yo'q, men просто bizani mamizda endi onamiz juda ham nima deydi, jasoratli odamda. Birdaniga meni qizim deganda men juda ham yomon bo'lganman. Bilasan, что odam вот то, что yordam kerak. O'shani men his qilganman. Men endi so'raganman, aya ko'p erkala olmaysiz-ku desam, bir kun shuni jur'at topib so'raganman. Keyin aytdilarki, ayam ko'zlarida yoshlanadilar, bolam. Meni ham qizim deyishmaganda. Boboying, buvang meni qizim deyish uchun vaqti yo'q edi. Erta tongda turishardi, ishga ketishardi, kelib огородda bo'lishardi, огород tugashiga yarim kechasi bo'lardi, yana o'qituvchi bo'lishga ketishardi. Ya'ni что oilaga suyanchiq bo'ladigan mahalim kelganini men tushunib yetganman. O'sha paytda 21 yosh hozir mana qizlarni ko'rasiz-ku, 21 yoshlar hali bola deydi-ku, ammo уже sezganman, что ota-onamga meni yordamim kerak. Bo'ldi. Shu bilan o'sha tema yopilib ketganman. Chunki значит men shay bo'lishim kerak, hamma narsani qo'limga olishim kerak, hamma narsani уже o'zim boshqarishga to'g'ri keladigan zamon keldi. Nimalarni qo'lga oldingiz? O'zi umuman hamma qaysi mas'uliyatni o'shanda bo'yningizga oldingiz? O'zimni birinchi o'chirda sirasi tarbiyaladim. Erkaliklarni endi baribir onangga suyanib ish qilasan-ku, baribir so'raysan, nima qilasan, onam bor deysan-da. Yo'q, hali ham onam bor deb men suyanaman, lekin men shu hamma orlikni bo'ynimga, hamma narsani bo'ynimga olish mahali keldi. Ha, 21 yoshingizda. Savdani ham, ro'zg'orni ham, bolalarni ham. Keyin adam rahmatli payt o'sha 2 marta insult olgan paytida endi eslayman. Ukam ham yosh, bundoq olib qarasa, bolalar kichkina. Lekin o'sha aytadi-ku, bir qoqilsang, qoqilishda emas, o'zi bir nima deydi, yomonlik bo'ladi-ku, как бы hayotda sразу hammasi barakaga keladi. Shunaqa bir kelsa yomon, bir hammasi birga keladi deyishgan. Sahr bo'lib qoldilar u paytda. Adam 2 marta insultdan zo'rg'a chiqqan inson bo'lgan. Adam endi Shahzod endi 18 yoshda bo'lgan, armiyaga ketadigan mahali bo'lgan. O'sha paytda sezganman, что уже всё. Qarang, Nargiz opa, qizim deganlarida mana ikki xil reaksiyada. Siz qizim deganlarida kichkina qizcha bo'lib erkalanish pozitsiyasini emas, qizim deganlarida katta qiz bo'lib mas'uliyatni bo'yniga kiyish pozitsiyasini olgan ekansiz. Men o'shani tushundimki, что nima, chunki onam mana qilib qizim deb gapirmaganlarda hech qachon tushunasizmi? Mana shu bitta qaraganda, mana shu vajohatidan biz bilardik nima kerakligini. O'shanda ko'zlarining nigohi o'zgargan. Tushundingizmi? Uni faqat farzand tushunadi. Bugun nima o'zgardi ona bola o'rtasida? Bugunmi? Menga onam uchun hamma narsa, butun dunyo. Ishoning, butun dunyo. Mana shu oilam butun dunyoyim. Yaxshi ham Allohim shunaqa chiroyli oilada. Ayni nima qilib mehnatim bo'lsa. Albatta. Halol mehnatim bor. Mayli deng, uni sekin-sekin biz rivojlantirdik. Oilaviy. Mana halollik, men ukam shunaqa qalbi chiroyli inson. Mashalloh. Juda. Onam har doim aytadi, men 3 tagina bolam bor. Esingdan chiqarmagin deydilar. Mana shu ukang sening. Bitta qo'ling bilan ukangni, bitta qo'lingni singingni ushlaysan-da, umringni oxirigacha borgin deydilar. O'shanda hech kim senga kuchi yetmaydi, yot yaqinlasha olmaydi deydilar. Yot qachon yaqinlashadi, qachonki sizlar tarqalish boshlasangiz deydilar. Biz kichkinaligimizda dadam ko'rsatardilar, cho'p olib kelib, bitta cho'p sindir, ikkita cho'p sindir, uchta cho'p sindir olmaydi deb. O'zi tegi odamlar bilan muloqotga ham kamdan kam kiraman. Sabab mana odamlar mana muloqotga kiradi, yurishadi bir-biri bilan, keyin vaqt soat o'tgandan keyin nima deydi, yoqmaydigan gap so'zlar paydo bo'ladi-da. O'shanaqa narsadan o'zim himoya qilaman. Meni yaqinlarim meni eng zaif tarafimni faqat bilish kerak bo'ldi. Chetga ko'rsatmayman. Iloji bo'lsa ko'z yoshimni ham ko'rsatmayman.
ana shunaqa ahvolda mana shu ayolligim bo'yicha atrofga ko'rinishga harakat qilaman, чтобы ana nima deb, как бы shit borda men uchun. O'zidagi kruгом uncha katta emas. Sanoqli qo'lda sanab bera olaman. Qachon yig'laysiz Nargiz opa? Ayol muhtojku yig'lashga. Yo'q. Harakat qilaman yig'lamaslik. Bu hozirga u paytda bir 15 yil ilgari ham men bir tomchi ko'z yosh chiqmas edi. Ana mana shu onam nima uchun bizaga mana shu distansiya ushagani, men o'shanda tushunganman. То, что mana hayot oson emasligidan odam ozgina ham qalbi hamchi jistokirlashaveradi-da, tushunyapsizmi? Diydasi qotadi. Diydasi qotadi. Nohaqliklarni ko'raverasiz-ku, diydasi qotadi. Tezroq hozir adam rahmatli to'g'ri aytgan ekan. Mana hozir ishlashim kerak. Mana hozir yashayapman, hozir ishlashim kerak. Nafas olyapmanmi? Значит, ishlashim kerak. Odamni endi hozir ana negativ qo'ymaymasin, odam aytarlar. Na tom svете отдохнешь dirdilar. Odam shu har doim shu gap qaytarardilar. Charchadim demagin, shunaqa mahal keladi, tura olmaysan ham o'rningdan. Ana o'sha mahalgacha sen hozir hamma ishingni qilib olgin dirdilar. Afsuslanadigan vaqt qolmasin dirdilar. Что voy, mana aytadi-yu odamlar, yana все впереди, все. Нет, впереди ничего такого нету dirdilar. Вот сейчас настоящее, вот ты есть, у тебя силы есть, да, давай, вставай, bolam, вставай, dirdilar. Qarang Nargiz opa, shunaqangi bir qadriyat bilan katta qilganlar, mana shu qadriyat biz oilamizda ham bor. Faqat dadam jigaring birinchi o'zingnikilar, keyin boshqalar. Birinchi o'zingnikilar, keyin boshqalar deylardi. Hozir qarayapman, mana sizda oilaviy biznes. Odatda pul, biznes endi hayotda ko'p ko'rdik-ku. Oilani chilparchin qilib yuborganlarni ko'rdik. Buzib yuborganlarni ko'rdik. Nima serjant, qaysi serjant bu oilani mustahkam ushlab turibdi? Основasi ketgan bo'lish kerak, tushunyapsizmi? Основasi agar to'g'ri zaложено bo'lsa, to'g'ri tushuntirilgan bo'lsa, katta farzandga, keyin o'zi umuman o'sha oilada targ'ibot qanaqa bo'lsa, keyinchalik ketaveradi. Endi men o'zi gapirmayman, yomon ko'raman. Men aytamanki, mana shu ukam bizani bolalarga eng katta suyanchiq bo'lgan hayotda. Bolalarimiz mana to'g'ri tarbiyalandi, to'g'ri gap so'z bilan tarbiyalandi-da, tushundingizmi? Men ham nima 19 yoshda o'sha bozorga chiqish boshlaganman-da, onamdan keyin. Onam meni mazasi bo'lmay qolaverardi. Meni chiqarib qo'yganlar-da, iloji yo'q endi bozordagi joy egallash kerak kimdir. O'zi ataklikkan o'zi erga tegayotganda hech qachon xonimga qaytib kelmayman deb aytganman-da. O'zimga o'zim nimagadir shu bolaligimda. Keyin adam eshitib qolgan ekanlar, значит, ana erga tegayotgan mahal bolam, никогда не говори никогда dirdilar. Ana mana shu men xonimga yana bozorga qaytganimda, ana o'sha so'z quloqimda jaranglab turardi. Alloh o'zing kechirgin mana. Оказывается, mana shu mehnat meni qarang shuncha 20 yilda qanaqa darajaga olib keldik biz oilaviy. Qanaqa darajaga keldi? Xudoga shukr, uyim tinch. Mashalloh. Qornlarimiz to'q, bolalarimni katta qildim. Onam juda chiroyli tarbiya qilib berdilar, tog'a bilan bolalarimizni. Mashalloh. To'g'risida, xuddi shunaqa ko'zga tik qaramaydi bolalarim. Nechta farzandingiz bor? Meniki, bizda общие дети, tushunyapsizmi? Наш, твое, моё нету-da, tushundingizmi? Pul masalasi ham shunaqa. Farzandinglar hammaniki? Birga. Nechta farzandingiz bor unda? Meniki bitta, singlimniki ikkita, ukamniki 3 ta. 6 ta. Demak 6 ta farzandingiz bor. Hammasini yaxshi ko'ramiz. Bir narsa bo'lsa, обязательно переживать qilamiz. Har bitta bola uchun tog'amiz обязательно переживать qiladi. Keyin sal qattiqroq gapirsa, bolaga qattiq gapirmang deydi. Men o'zim gaplashamiz, xavotir olmaysiz, ishingizni qilavering, bu yog'i meni bo'ynimda deydi. Keyin o'shancha unaqa nima bizda разногласие unaqa deyarli bo'lmaydi. Go'zal. Ukamni juda ham yaxshi ko'raman. Hatto mana bo'ladi-ku endi oilada, undan keyin bizani o'rtamizdan chiqmaydi bu gap so'z. Kattalarning gap so'ziga bolalar aralashmaydi. Ukangizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqmaganmisiz? Qo'rqaman. Nega qo'rqmayman? U butun uyimning ustuni u. U mana men pul topganim bilan uni xarj qilish onam bilan ukamni zimmasida. U bilasizmi qanaqa mas'uliyat. Undan ko'ra men yerda borib 10 bola xamir yo'yganim yaxshi. Siz qancha pul topayotganingizni bilmaysiz? Yo'q, menga kerak emas. Mana agarda mana shu biznes, onamning biznesida bu, mana insonsizda siz ham kimning qo'ligadir ishga bordingiz. Siz o'zingizga kelayotgan daromad faqat hisoblaysiz, to'g'rimi?
xo'jayini daromadini hisoblay olmaysiz. To'g'ri. Nima qilyapsan deb ayta olmaysiz. Aha. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? To'g'ri. Yoki menga shuni отчетini bergin deb Yo'q. ayta olmaysiz. Yo'q. Sizni haqqingiz yo'q. Man o'shani bilaman. Menga aytish shart emas. Qachondir men bolam bilan qolganman-da, tushunyapsizmi? Onam meni prioritet qilgan deylu. Onamning kasbini meni olib chiqdim deylu. Onam men yo'l yo'rig'ini ko'rsatgan. Men buni mamnun qilasan, mamnun qilasan, mamnun qilib gaplashasan. Ha. Tushundingizmi? Kasbini sizga topshirganlar. Aytaman, bolalarimizga onam bilan tog'a javobgar bo'lgan. Zo'r. Общий daromadda bizani umuman ishim yo'q. Men bilaman, что menga onam, mana bilasiz, men onangiz sizga yomonlik qilmasligini. Bir chetida menda shubha yo'q. Ya'ni albatta, Bir chetida tog'aga ham shubha yo'q. Albatta. Bir chetida singlimga ham shubha yo'q. Ishoning. Ishonaman. Menga pul, qancha pul, nima qilishyapti, umuman ishim yo'q. Men ertalab turaman, bilaman, meni aniq ishim bor. Men ertalab turaman, aniq bolalar joyini ochadi. Telefon qilishim shart emas. Har bitta bola, masalan, Begzod turdingmi, ishga qachon? Yo'q. Soat 9 da ish konkretno ochiladi. Soat 11:30da yopiladi. Keling, kun tartibingizni aytib bering. Qanaqa bu mana Nargiz opam kun tartiblari, ularning oilasidagi kun tartib qanday boshlanadi? Odatda hammaniki boshqacharoq boshlanadi. Sizlarniki qanaqa boshlanadi? Meniki soat 4 bo'lmay boshlanadi. Sahar 4 bo'lmay boshlanadi. Обязательно xonani chirog'ini yoqib, Allohdan rizq so'rab, ish boshlaymiz. Har kunimi yo Har kuni. har kuni? Har kuni. Endi bozorga kunora chiqqanim bo'lgani bilan meni xonalarimiz bor-da, oilaviy. Ular har kuni ishlaydi. Обязательно. Mashalloh. Keyin Bu yoydingiz, supra men uchun svitoyi. Meni boqadi. Meni bolalarim boqadi. Bolalarim boqish kerak. Bolalarimga aytaman har doim, mana shuni hech qachon noshukurlik qilmalaring, shukuringni keltirgin, ezalab turganga norozi bo'lmagin. Uf demagin. Alloh qahriga uchrab qolmaylik. Bu o'g'il bolalarim hammasi alhamdulillah deydi. Xudoga shukr, oyi ishimiz bor. Aniq ishim bor deydi. Meni bolam ham. Aniq kelaman, ishimni ochaman, xonimimni suzib sotaman, odamlar shunaqa chiroyli muomala qiladi bizani bolalarimiz. Unaqa qornimiz to'yyapti, samoglamni. Endi ertalab turdingiz, xamirlarni yoydingiz, xonimim pishirib, xonim nechida pishadi? 8 bo'lmay pishadi. Aha, chorsiga nechida boriladi? 9 da. 9 ga kirib boraman. Chorsida mana bitta joyingiz bor. U joy arendami? Yoki shu Yer turaverasizlarmi? arenda, davlatniki, ajoyib bizaniki. Ha. O'ta hammada shunaqa. Yer arenda, davlatnikida yer. Uy joy siznikimi? Shunaqa narsada, o'tda ham patta to'laymiz. Nalog to'laymiz. U joy necha yildir sizniki? Ancha yil. 20 yil? 15 yil? Onam undan ilgari 20 yil ishlagan. 50 yil. Men 25 yil bo'ldi chiqqanimga. Deyarli 50 yil. Mashalloh. Mashalloh. Endi soat 9 da ochildi xonim. Xonim issiq turadi. Xo'p, nechagacha issiq turadi yoki keyingi partiya keladimi? Endi savdoga qaraymiz-da, bolam. Savdoga qaraymiz. Endi kafelarda ham bolalarim bor. Bo'lsa, ozgina chaqirtiramiz, bo'lmasa sotib olib harakat qilib ketamiz. Ha, nechagacha ustugida xoningiz? Harakat qilamiz soat 7 gacha, tugashga kechqurun harakat qilaman, chunki 7 da baribir odam kamayadi, keyin chop boraman, qayerda kimga yordam kerak, telefon qilaman, oyi qayerdasiz? Mana shunaqa joyga borsang, anu bola dam olmoqchi ekan, deb yetib boraman. O'rnini zamina qilamiz bir-birimizni. Yordam beramiz bir-birimizga. Mashalloh, Kim mashalloh. boshqa yordam beradi? Biz oilamizda-da, Albatta. Albatta. Men bitta o'zim emasman deyman-da. Shunaqa. Biz ekranda bitta Nargiz opani ko'rayotgan bo'lsak, ularning orqasida qancha katta kuch, quvvat, onamlar poydevor, tomir. Butun xonim-xona o'zi eng katta tomiri onam. Aha, Farmon bebimilar? Da. Beruxsat hech qayerga chiqmaymiz haligacha. Отчитываться qilamiz onam oldida. Даже oyim telefon qiladi, qayerdasan? Mana ishdaman oyi. Xo'p, qachon kelasan? Shu обязательно tog'a обязательно qayerdasiz deydi. Shu hamma bir-biriga bog'liq. Bizni даже nima deydi, yomonligi ham normalniy narsa. Ukam, onam, singlim, bir-birimizda постоянно mana har kuni bir 20-30 marta telefon qilamiz bir-birimizga. Nima qilyapsan, qanaqa, kimga yordam kerak, nima qilaman, bir xil payt kechqurun men telefon qilaman-da, oyi men ketsam nima bo'ladi, vaqtida zagotovka qilsam-da, dam olsam, ketur deydilar. Mana shu bu повседневный muloqotimiz-da bizani. Nechida uxlaysizda yotgani? Har xil. Har xil. Eng vaqtli 11, 11 dan vaqtli yotmaymiz baribir. Kech? Eng kechi? Uxlamasligimiz ham mumkin.
Qanaqa Endi yurtlar bo'lgandami? Yo'q, mana ishdan keyin bir xil payt syomkalarim bo'ladi, qizim bilan qolib ketamiz ishxonalarda. Lekin ertasiga baribir ishlashim kerak. Hech qachon mehnatimni men charchadim sabab qilib qoldirmaymiz. Обязательно ishga yana chiqib ketamiz. Mashalloh, go'zal. Instagram yuritish kim maslahat berdi? Ukam. Ukam hozir zamon talabi bo'lib qoldi. Bu 5 yil ilgariga gap bo'lsa kerak. 5-6 yillik gap bo'lsa kerak. Nima qilamiz siz orqali yurg'izamiz. Baribir siz bozorda turasiz-ku. Hamma narsani ko'rsatish, tipa odamlarga targ'ibot qilib, butun dunyoga ko'rsatamiz o'zimizni, oilamizni. To, что ko'rsin odamlar deganda men Shahzod, meni kim tomosha qiladi? Qo'ysingchi. Men blogerlarni ko'rasiz-ku, u paytda endi ozgina uncha vaqtim bo'lardi, ko'rardim. Ko'rsam ham chiroyligini qarasam, opa, siz undan ham-da chiroyli ayolsiz degan. Mashalloh. To'g'ri aytibdi. Ha, deng. Ha, deb siz kuning, ko'rasiz hali o'zimizga yarasha odamlar yig'iladi deb menga aytgandan keyin endi baribir nima boshlanish og'ir bo'ladi. Baribir men uchun yangi narsa sразу qabul qila olmayman. Mana shu mehnat ichida sразу qabul qila olmaganman. Sekin qabul qilib, o'shanga keyin yashash boshladik-da, tipa qabul qilib, tushunyapsizmi? Принять. Человек должен принять же. Endi mana o'zim nima narsalarni qarayman, kimdir narsa jo'natadi, Nariza opa, mana buni qilib ko'ring, nima o'xshasa qo'yarsiz deb jo'natadiganlarim bor. Keyin qilib ko'raman, keyin qizimni chaqiraman. Keyin mashina olinglar, keyin ukam joylarni ko'radi, ko'rishadi, ko'pchilik bozorda aytadi, qaqlarga borasiz deydi. Ukam lokatsiyalarni topadi, opa, mana shu kunga belgilaymiz, ketamiz. Keyin ketamiz, aylanib, bir narsalar pishirib, yeb, atroflarni aylanib, maza qilib qaytamiz. Zo'r. Mana o'zi Instagram olamida baribir hammasini chiroyli ko'rsatish bu odat. Ya'ni hech kim o'zini qaysidir holatini ko'rsata olmaydi. Lekin sizni aynan muxlislaringiz ko'payganiga ham shaxsan o'zim ham sizni mazza qilib tomosha qilishimga sabab qanday bo'lsa shundayligingiz. Qanday bo'lsa shunday o'zini taqdim etishlik bugun nihoyatda kam uchraydigan holat. Chunki insonlar tan olish kerak, Moskvada yashashga o'rganib qolgan. Ya'ni niqob. Endi nima deydi, men o'zi tegi mana shu borimligicha. Yolg'onni ko'rsatma qilaman, baribir o'sha yolg'on hayotga kirib borasan-da. Albatta. Nima foydasi bor? Nima foydasi? Сам человек себя обманывает и все, а окружающим что, 2-3 минуты посмотрит и забудет. To'g'risi, mana shunaqa deb o'ylayman. Esdan chiqaradi bor, ha, voy yaxshi deydi. Ichida ozgina g'alayon bo'lishi mumkin. Endi u odamda bor his-ku endi g'alayon bo'lib, ozgina voy bor ekan, menda yo'q ekan yoki mana bunaqa ekan, mana bunaqa. Nima keragi bor? Lekin haqiqatda o'zing yashaysan-ku baribir deyman men. O'zim yashayman haqiqatda, nima qilaman? Bozor sizga nimani o'rgatdi, Nargiza opa? Bozori hayotni haqiqiy kurashishni bozorda o'rganganman. Odamlarga qilayotgan muloqotni o'rgatadi. Keyin men bu savdo sotiqni to o'zing kirmaguningcha bilmaysan-da. Qanaqa qilib, nima qilish kerakligini, kimga qanaqa qilib podacha qilish kerakligini. Keyin boshida ukam bizga qo'shilishdan ilgari men xarajatlarni ham o'zimiz qilib yurganmiz-da. Qatga nima pul tiqish kerakligini qilgan savdoingdan, qanchadirni olib qo'yishing kerak, qanchadir olishing kerak, yeyishing kerak, tanqislashi. Agar sizni haqqingizni olib qo'yishsa nima qilasiz? Yo'q, meni haqqim hech kim olib qo'ya olmaydi deb o'ylayman. Bu Allohdan hamma narsa, unaqa katta haq olib qo'yish. Endi qaysi ma'nodagi bozorda bo'ladi, kimdir joy talashadi, kimdir mijoz talashadi, seniki meniki deganlari bo'ladi. Men vajohatli ko'rganim bilan, men o'z bozordagi qizlarim ham borda, siz baribir dobrisiz deydi. Qo'y tegma deyman. Qaramagin, o'sha rizq saniki emas. Mashalloh, to'ppa. Nima qilasan, yomon tarafini ko'rsatib, unga ham, odamga ham o'zing ham xafa bo'lasan. Tegma? Bo'ldi, ketdi. Bor pul menga yetadi. Значит, bugungi rizqim mana shu. Menga shukr, och qolmayapman. Umuman sota olmagan kuningiz bo'lganmi yo'qmi? Oldin bo'lardi. Lekin baribir mana bozorda o'zing evla oladigan mahsulotni olib chiqasan. Undan ko'pini olib chiqmayman. O'zing mana realizatsiya qiladigan darajada bilasiz har bir insonni. Agarda sal bozor tuzroq bo'lsa, biz o'sha bolalarga aloqaga chiqamiz. Nezod xoniming bormi deyman, ha bor. 50 tagini ber bolam.
test chiqarib yubora olaysam, ha, voy, hozir test chiqarib yuboraman deb ular ham xursand bo'ladi. Zo'r. Suzib chiqarib yuboradi darrov kafelarimdan. Nargiz opa, bugun baribir ham men o'zim ayollar bilan ishlaganim uchun ko'p ayollarda ko'p holatlarni kuzataman, o'rganaman va hozir sizni qarayapmanda, qancha ayollarga sizni gaplaringiz bugun motivatsiya bo'lishi mumkin, qaysi ma'noda. Ayollarning tabiatida menga qilib berish kerak degan holatdan bor. Ya'ni u majbur. Kimdir unga nimadir qilib berish kerak, kimdir nimadir qilib berish kerak. Men buni qilishga majbur emasman deb. Siz nimaga majbursiz va nimaga majbur emassiz? Yo'q, gap majburman. Oilamga, ota-onamga достойная дочь своих родителей. Uning uchun men ular qilgan bergan mehrni, vkladini men oqlashim kerak. Men oqlaganimni meni farzandlarim ko'rsa, keyin ular oqlaydi. Qaytar dunyoningiz. Конечно. Bu neizbежный narsa bu. Nimaga majburmasiz? O'ylab ko'ring, majbur bo'lmagan holatingiz bormi yoki faqat majburmisiz? Bizga onamlar, otamlar kimdir senga qilib berish degan narsani o'rgatilmagan. Oyoq qo'ling bitmi? Taningda yuraging urib turibdimi? To'g'ri qilgan. Onam haligacha aytadi, mana endi bolalarimizni ham meniki ham o'ylanganda, aytadilar, kelinga ham aytadilar. Keliningiz bor? Ha, kelinim bor, o'g'lim o'ylantirganman. 1 yildan oshdi. Qanaqa qaynonasiz Nargiz opa? Voy, bu mavzu endi juda bir qaynoq mavzuda. Yo'q, o'zidagi aytaman, men добродушный человекman. Kelinim bilan birga yashamayman ham. Chunki meni заготовочный prosessim og'irda, baribir qiyin. Unga nima deydi, yosh qizcha unga sразу ko'nik yonadi. Chidam bera olmaydi. Alohida turishadimi? Onam bilan, ha. Generalni qo'llarida ekan-ku. 3 kishi yashaydi bitta uyda. Endi onam endi nima 70 yashar ayol, ular ham juda ham добрый insonlar. O'zi teginda bizni vajohatli ko'rganimiz, biz добродушные люди. Просто aytaman, men sizga odamlarga ko'p ham muloqotga chiqmaymiz biz. Bizning vaqtimiz yo'q birinchidan. Ikkinchidan защита-da, tushundingizmi? Biz shunaqa qilib o'zimizdan himoya qilamiz. Nimadan? Kamroq nima gap so'z bo'lsa, men o'zi tegi gaplashib, oilamni gapirishni yoqtirmayman. Meni hissiyotim, meni hayotim. И всё. Hech kim menga yordam bera olmaydi. Udarni ham qilmasin. Bo'ldi, всё. Men yaxshilik ham ko'rmay. Hech qayerga anaqa nimalarga ham, meropриятияларga ham bormaslikka harakat qilaman. Nimaga? Yoqmaydi o'sha menda odamning xarakteri bor, одиночество tushunyapsizmi? O'zi ham себе komfort. O'zingizning oilangiz bor, o'zi olamingiz bor. Men o'zimni komfort yasa olaman-da, tushundingizmi? O'zim ishlarim bor, uni qilaman, buni qilaman. Bo'lmasa kartoshka piyoz tozalayman, o'zimni hayollarim bor. Gaplarga bormaysiz? Yo'q, kerak emas. Hech qachon bormaganman. Yoshligimdan unaqa narsa yo'q o'zi. Bizning vaqtimiz ham bo'lmagandek. Qachon dam olasiz Nargiz opa? Nima keragi bor dam? Damda menda расстройство boshlanadi. Mana человек свободныйda har xil xayollar keladi miyangizga-da. O'shani o'ylamaslik uchun siz band bo'lishingiz kerak. Iloji boricha biz ishlaymiz. Dam yo'q. Yo'q, nima keragi bor? Работаю, живу, да, tushunyapsizmi? Ish bu sizning hayotingiz bo'lib qolgan, nafasingiz bo'lib qolgan. Balkim yaxshilikkadir. Albatta hamma narsa aslida yaxshilikka, albatta Allohning irodasi bor bu yerda. Allohning qadari bor. Hobbi ham и смысл жизни, tushunyapsizmi, работа. Bu juda ham yaxshi vaziyatdan chiqish yo'li deb o'ylayman men uchun. Chunki psixologik udarlarni kamroq olaman. Odamlarga qo'shilsam, men nima deydi? Ortiqcha gap so'zga yo'rolman. Сразу мнительныйroqman. O'zingizga olasiz da. Shuning uchun ishim hamma narsa, Xudoga shukr. Siz uchun hayotning qiymati aynan nimada? Oiladan tashqari yana? Unaqa gluboko vnikаться qilmayman hech narsaga. Demak, hech narsaga chuqur kirmaysiz, yengil ketaverasiz. Shu sizga oson, qulay. Конечно. Конечно. Kelinni qanaqa tanladingiz? Onam tanlaganlar. Men vaqtim yo'q. Onam tanlagan, mana shu qizni olamiz deb ko'rsatganlar, menga farqi yo'q deganman. To'yda qanday qildingiz? Faqat ishda bo'lsangiz, to'y jarayonlari qanday bo'ldi? Borlar, alhamdulillah. Oyimga ham aytgan, "Oyi, qanaqa xarajat qilamiz?" Sen men borman deganlar. Mashalloh. Men borman. Hamma narsani bir pasda hal qilib beraman deganlar. Mashalloh. Shunday bo'ldi ham deng. Bo'ldi, ha. Onam borarlar, hammasini o'zlari hal qilib,
hammasini joyiga qo'yib, hammasini onam bilan o'rtog'a gaplashgan. Aha. Men faqat ishlaganman. Как бы soldat, рабочий soldat-da bo'ldi. U yog'i bilan ishingiz bo'lmasin. Hammasini chiroyli qilib bersam bo'ldimi? Ha, bo'ldi, men qilib beraman. Onam bilan ukam. Qoyil Nargiz opa. O'shaning uchun aytaman, men jigarlarimda onamda hech qanaqa shubha yo'q. Endi tabiiy. Tabiiy. Chunki- Bugun bilasizmi? Shunday aka singillar bor, bir-biri bilan yuz ko'rmas bo'lib ketgan. Bir onani qornidan talashib tushgan, lekin yuz ko'rmas bo'lib ketgan. Va eng yomoni kundan kunga ko'payib ketyapti bu narsa. Kundan kunga bunaqa holatga ko'zimiz ko'p tushyapti, quloqimiz ko'p eshityapti bu holatni va o'ylanib qolasan kishi. Aslida eng yaqini bu aka uka, opa singil. Lekin eng uzog'i ham hozir shular bo'lyapti. Shunaqa bir-biridan uzoq bo'lgan yoki bo'lmasam bir-birini qaysidir modda qadriga yetmaydigan aka singillar haqida nima deya olasiz? Kim biladi? Bizning tarbiyamiz balkim boshqachadir. Bizning ota-onamiz balkim mehrni tushuntira olgandir bizaga. Keyin baribir bolalar между собой ham kim biladi? Men ukam ham xuddi shunaqada, tushundingizmi? Bizani yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'raman deb aytadimi? Yaxshi ko'raman deb aytish shart emas. Yo, to'g'ri. Postupkalari. Endi haligi odamning qulog'i eshitish xohlaydi ba'zan. Yo'q. Я же ведь человек, я чувствую. Postupkalari bilan, qilayotgan ishlari bilan, bolalarimga berayotgan mehri bilan. Sizchi, siz ham yaxshi ko'raman demaysiz, harakatingiz bilan ko'rsatasiz yoki aytib turasizmi? Endi bizda ham hamma mana открытая книга для своих-da, tushunasizmi? Mana ortiqcha narsa olmayman, mana bor narsamni shuni beraman ukamning qo'liga. Bu уже mehr. Albatta. Bu уже eng katta mehr shu. Oila ichida, opa singil, aka uka ichida. Mana topgan pulingni shuni qo'liga mana shu bugun men topdim, mana ol. Уже bu mehr. Ana o'shandan keyin ukangiz sizga отдача qaytaradi. Albatta. Keyin bizning oilada shunaqa narsa borki, mana kuyovlar, kelinlar biznesni puliga aralasha olmaydi. Topgan pulni tanqislashi faqat ukam, onam, biza ikkita qiz. Ha, agar sizlarning kelininglar ham agar ishlasami, Mumkin emas. ishlash mumkin emasmi? Ishlash mumkin, lekin pulni xarj qilish ulardan so'ralmaydi. Ha. Tushundingizmi? Uqdi. Ularni osnovasi boshidan biz o'zimiz 4 kishi oyoq qo'ydikmi buni? Kelishuv 4 kishining ichidami? Chetlar aralasha olmaydi, shu bolalar ham. Ha, demak, sizni keliningiz ertaga ishlab daromad topib kelsa ham umumiy hisobga kirib ketadi. Men yana bir marta aytaman, siz kimdadir qo'liga ishchi bo'lib borsangiz, meni kelinim ham umumiy daromaddan uni haqqi bo'lmaydimi? Ha, umumiy daromad. Endi u boshqa joyda ishlasa-chi? Boshqa joyda ishlab, u qana boshqa joyda ishlaydi? Men o'zim uyimda ish bor-ku. Uyda yetishtirganda boshqa joyda bor. Oddiy qilib yedirsa, ichirsa, hamma narsasi bisyor bo'lsa, uni katta ish ham qilmaydi. O'zi unday olib qaragan, ovqatini qiladi, erining yonida yuradi. Ozgina qarashish mumkin. Baribir kunini bir narsa bilan to'ldirish kerak-ku. Hozir hali farzand yo'q. Farzand bo'lsa, farzand tarbiyasi bilan o'sha unab ketadi. Uyda ham bitta o'zi zerikadi-da. O'sha zerikkani uchun erining oldiga o'tib ketyapti. Ha, endi qiz uzatilsa, kuyov kelsa xonadonga, ya'ni kuyov endi deylik, xonadonda kuyovlik bo'lsa, u kuyovim shu biznesga kirib mabodo yordam bersa, u ham nima qiladi? Nima qiladi? Kirsa ham mabodo o'sha puli beriladi, oyligi beriladi, bo'ldi. Ha. Shu? Ya'ni to'g'ri, yo'q, shu oyligi beriladi, to'g'rimi? Oyligiga o'zi egalik qiladi. Bo'ldi, ha, shu. Men tushundimki, oyligiga ham egalik qila olmaydimi deb o'yladim. Yo'q, nega? Oylik beriladi, bari kundalik xarajatlari bor-ku, любой. O'sha, основной daromadga dostуп bo'lmaydi. Endi tabiiy, endi bu yerda endi klan bu asosiy fundament qo'yilgandan keyin kelishuv shunaqa bo'lingan o'zi. O'shaning uchun nima pullarni nima bo'lishi, nima qilishi umuman qiziqmaydi. Kerak emas narsa u. U ularning o'yi уже. Всё. Bilaman shu tomonga yomonlik narsa qilishmaydi. Tabiiy. Hozir ko'rdim, mana chiroyli mashinada keldingiz, muborak bo'lsin, xayrli manzillarga borsin, chiroyli mashina bo'libdi. Rahmat. Onam menga sovg'a qildilar bir og'iz gapimga. Mashalloh. Shunaqa bo'ldiki, qarang. bir kun mana shunaqa kechqurun o'tirsak, ona endi просто gap endi ona bola gaplashib o'tirganda, oyi, shu bitta yaxshi mashina mingim kelyapti dedim. Endi o'zi uncha narsa so'ramayman men. Unaqa kamdan kam. Chunki nima deydi, потребность unaqa aytolmayman, skromniroq odamman. Nimagadir bir yildan beri shu xohishim bor dedimda, oyim qaradilar menga. Yo'q, qanaqa mashina menga kelyapti bolam dedi. Bilmasam.
просто hozir ko'chada ko'payib ketdi-ku, katta mashina shunaqa mana mingim kelyapti-da, oyi. Kreditlar bormikan desamkin, bilmasam, ukangdan so'rarmiz dedilar. Ungacha mashina minmagandingiz? Yo'q, bor. Mashina minganman, Matiz minganman, Spark minganman. Katta emas. Keyin shu bilan ertasiga больницаga yotalarda, lekin больницаga lecheniyaga yotganda onam aytadiki, menga ovqat ko'tarib kelmalaring. Mana kelasan-ku kechqurun. Undan ko'ra undan 1 soat meni ko'chaga olib chiqqanda, u bu narsa olib bergin. De o'sha yerda o'tirib yesam, tayyor ovqat olib borsang sovib qoladi. Menga yoqmaydi mazasi o'sha deyiladi. Keyin xo'p deymiz, kechqurun boraman, onamni olib ketaman, bitta kafega borib o'tirdik. O'tirsak, ukam telefon qilib qoldi. Oyi qayerdasiz? Opang olib ketdi meni, mashinaman, hozir men boraman dedi. Keyin shu bilan narsalarni ettirdik, kelguncha ukam ham kirib keldi. Keyin oyim mashina qarashi bor-da, undoq qarab. Men aytganim nima bo'ldi dedilar oyim. Endi men bilmayman, menga aytmaydilar, unaqa syurprizda endi men uchun. Keyin oyi hammasi tayyor dedi. Keyin shu bilan keyin ko'rsat opangga dedilar oyim. Keyin telefon ko'rsatib, mana bunaqa mashina sizga oyim olib beryaptilar desa, endi men uchun shokda. Voy, rahmat oyi, rahmat oyi. Men kutmagan edim, bu seni mehnatlaring dedilar oyim. Sana, bolangni, o'zi umuman birdamligimizni mevasi dedilar oyim. Mashalloh. Mana mashina seniki bo'ladi dedilar. Keyin xo'p deb, keyin ketdik. Keyin ertasiga soat 3larda kirib keldilar oyim. Lecheniyalarni hammasini olib, men hozir kelaman deb doktorga shunda kirib keldilar. Bozor turibman, ukam keldi u yoqdan. Keyin, oyi tinchlikmi desam, to'xtab tur, hozir kelamiz dedilar. Men shu bilan keyin shunaqa o'sha kuni borib pullarni to'lab, ukam minib keldi. Mashalloh. Mana shu mashina 2 kunda onam menga bir og'iz gapimga shuni qizim xohlayotgan ekan. Chunki men ko'p narsa so'ramayman-da o'zi. Shunaqa insonman tabiatan. Xohlamaysizmi yoki so'rashga istihola qilganingiz uchun, ovora qilmaslik uchunmi yoki shunga o'rgatilganmisiz? Ortiqcha ishlatmaslikka harakat qilaman. Tejamkorlik uchun so'ramaysiz. Undan ko'ra boshqa narsaga ishlatsin o'sha pulni. Tezroq oyoqqa turaylik. Bu narsasiga mana masalan biz vohli turmushga berganlar bizani. Bolalarimiz katta-katta-da, lekin ukam bolalari kichkina. O'sha bolalarga yordam berishimiz kerak, ularga ham kichkina-da. Eng kichkina bolasi endi 1 yoshga kirdi. Endi yoshi katta bo'lib o'ylanganda meni ukam. Onam afsuslanadi, hali ham shu yoshroq paytda shunaqa o'ylantirsam bo'lar ekan. Necha yoshda uylanganlar? Salkam 30 yoshda. Endi hozir bu ko'pchilikda normalnidan, lekin farzand masalasi katta bo'lishi, keyin onam yoshi katta bo'lib qolyapti. Shularni bolalarini ham ozgina katta bo'lganini ko'rsam deydilar. Mana sizlarning bolalaringiz katta-katta, xudo xolasa seni ham bolalarini o'ylantirsak, ularniki ham katta-katta-da уже. Bittasi 25 ga kiradi, bittasi 21 ga kiradi. Orqa maketdan xudo xolasa nasib bo'lsa joylashtiramiz. Ukamdan xavotir bo'laveradilar. Ukangni hech qachon esingdan chiqarmagin deyveradilar. Har doim. Ukangizga onadek bo'lsangiz kerak, Nargiz opa. Shunaqa tasavvur menda. Yo'q. Qandaysiz? Chestный друг. Tushundingizmi? Вот друг. Odamlar mana ko'chada do'st tutinadi-da, keyin vaqt soati kelib bir-birini sotishni boshlaydi, tipa shunaqa narsa. Biz do'stimiz o'zimizga. Erkak hamma gapini ham ayta oladimi sizga? His qilasiz. Qatta qiynalyapti, eshitib qolasiz bir xil payt. Endi sezasiz-ku, insonsiz-ku, baribir. Aytish shart emas, sharoitga qarab yondashaveramiz bir-birimizga. Ukangizni ko'z yoshlarini ko'rganmisiz? Ko'rmaganman, lekin oyim yaqinda mana shu lecheniya olishlaridan ilgari og'izlaridan chiqib ketib qopti-da, ozgina tomirlarim tiqilib qopti, sal foizi ko'proq ekan desa, oyimga yig'lab keldilar. Uyni bekor tashlab ketman-da, bola yig'layapti deydilar. Ukamni qo'rqishni endi tushundim. Onasi yoshi katta bo'lib qolib, yo'qotishini endi tushundim ukamni. O'zim undan ilgari hech ham eshitmaganman. Men aytaman, metindek xarakteri bor. Lekin juda ham qalbi yumshoq. Mashalloh. Ukangizlar qattiqdir sizga adadami yo'qmi? Adami g'irt o'zi. Onam bizda erkak shoda bo'lsa, adam biz uchun juda ham ko'p narsani, mehri, gap so'zi, mana qizligimizda ham uyda o'tirsak, kamroq ovqat yegan bolam, figuring buzilib qoladi, dedilar.
keyin ko'chaga chiqyapsanmi bemaqsad chiqmagin. Hamma narsa maqsadliksizdan chiqib keladi. Chiqma bemaqsad. Uyingda ish ko'p qil. Chiqadigan bo'lsang o'zingga qarab chiqin. Sen ayolsandirdilar. Ты женщинаdirdilar. Mana qiz bola bo'lsam ham, ты вот женщина. O'zingga qarab chiqqin. Hozir ukangiz shu fikrlarni davom ettiradilarmi? Ha? Opa, sal bundoq qarang, voy qo'ysinchi deyman. Qo'ysinchi deyman. Onam aytadi, sal o'zingga qarasang, oyi, qo'ysangchi, hammasi yaxshi. Мне удобно вот так вот. Nargiz opa, mana shu aytyapsiz, ukamni singlimni qo'lini qattiq ushlaganman, qo'yib yubormayman. Mana shu qachongacha qo'yib yubormaysiz? O'lgunimcha. Ukam oldi juda ham men o'zi hozir balkim noto'g'ri tushunar odamlar. Неоплачиваемый долгуman. Tipa shunaqa tushunyapsizmi? O'g'limga ham shunaqa deb qarzdor his qilasiz o'zingizni. Yo'q, tog'angni hech qachon qo'yib yubormagin. Tog'ang yoshi katta bo'lib qolyapti-da, mana 30-35, endi salkam 40 deylu. De, bolalari kichkina. Sen tog'angdan nima ko'rding? U meni otam deydi. Hamma, men uchala bolamiz ham otam deydi. Tog'alarini. Ha. Mashalloh. Bu u uchun juda katta bir nima deydi, человек, mana bu цель в жизни, mana nima, o'z подражать. Mana o'shunaqa inson. Men tog'ang nima desa shu bo'ladi, tushundingmi? Hech qachon o'zingni fikring bo'yicha yo'q, so'rashadi. Tog'am mamnaqa, bir narsa agar biz ozgina qattiq nima gap so'z onam bilan qiladigan bo'lsa, darrov tog'asi aytsin, ada, voy tog'a, nima, oyim cho'ta настроенияsi yo'q, bir narsa mamnaqa noto'g'ri gap emasmi yoki to'g'ri gapmi, bilib bering. Menga cho'ta yoqmayapti desa, darrov bizga qiladi. Hey, menga qarang. Tinch qo'ying bolani. Bolalar meniki. Har doim shu bolalar meniki. Tegmang. Bolalar to'g'riligini men bilaman. O'zini joyiga tushib ketadi. Xavotir olmang bolalardan. Ukangiz bilan fikringiz ikki xil tomonga tushgan joy bo'lganmi? Yo'q, nimaga? Nimaga? Nimadir sizga, nimadir ularga yo'q qanaqadir. Onam to'g'ri tushuntira oladilar. Agarda ukam nohaqroq yoki bir narsa qaltisroq narsa bo'lsa, onam darrov tushuntiradilar. U tushunmagunicha qo'ymaydilar. Xato qilishga bermaydilar onam. Xato qilishga sizlarning haqqinglar yo'q deydilar. Nima bo'ladi xato qilsa? Xato qilsa endi eng birinchisi убыток настроения, убыток денег. Tushundingizmi? Shu nima deydi? Mana shu ketayotgan mana tinchimiz ham shu tinchlikni ushlashga harakat qiladilar. Чтобы unisi ham xafa bo'lmasin. Qachondir Nargiza to'xtash mumkinmi? Yo'q, nimaga? Men sizga aytayapman-ku. Agar sizga bir lotereyadan 100 ming, 1 million dollar yutsangiz ham to'xtamaysiz. Unaqa chiqmaydi-ku. Nega? Men realistman. Unaqa narsa yo'q-ku. Nima qilaman? Yo'q narsani o'ylab. Bor narsa, mana hozir mana shu choy meniki, bo'ldi, mana shu meniki. Всё. Ertaga nimadir, qachondir yutaman. Yo'q, unaqa narsa kerak emas. Ortiqcha kerak emas nadежда. Zачем? Keraksiz umid. Kerak emas. Hozir mana realist, hozir mana hozir ketaman deylu, zagotovkam qilaman, ertalab soat 4 bo'lmay turaman. Bozorimga boraman. Ana shu realniy hayot. Kunimni ko'raman. Kechqurun onam oldiga boraman. Bir kun kelib ukangizlar, opa, bo'ldi. Hamma narsamiz joy-joyida. Siz dam oling endi, kerak emas. Unaqa deya olmaydi. Biz bir-birimizga mana tsepочка tushunyapsizmi? Bittasi chiqib keta olmaydi. Chiqib keting deyishmas, dam oling endi, to'xtang endi, dam oling endi mana. Men onam 70 yoshda dam olmayaptilar. Onangiz hozir ham qiladimi shunaqa qilami? Onam 70 yoshda. Aytayapman, пока сердце бьется, ты должен работать. O'zi aytayapman, biza oilaviy smysl жизни работа bo'lib qolgan. Odam o'zini o'zi band qilish kerak. Mehmonga borib turasizlarmi, Nargiza opa? Men o'zi aytayapman, sizga muloqotga kirish uncha yoqtirmayman. Men aytayapman, sam себе komfort. Ishim bo'lsa, ishimni qilaman. Dugonalar yo'q. Yo'q. Bittagina bozorda dugonam bor. Bo'ldi, всё. Всё, rostdan mana bittagina dugonam bor. Bo'ldi, всё. Zo'r. Hech kimga hech qanaqa ortiqcha gap so'z gapirmayman. Uni hayotini ham kovlamayman. Odamlarning hayotini ham kovlamayman. Kimdir men to'g'ri bir narsa desa, deb ketaman. Всё. Mana o'zimga otilib kelmayaptimi hech kim? Bo'ldi, всё. Agar kelsa-chi kimdir? Yo'q, kela olmaydi. Kelish uchun men zaif tarafimni bilish kerak. Men zaif tarafim yo'q odamlar uchun.
Men kuchli ayolman odamlar nazarida. Aslidachi. Aslida ham shunaqa. Agar kuchli bo'lmaganingizda oilang bilan birlashib Alloh kirgizib qo'ygan ko'chadan chiqolmagan bo'lardim. Kuchlilik ba'zida charchatmaydimi? Yo'q. Kimdir kuchli bo'lishi kerak-ku, baribir. Endi sizlarda hamma kuchli ekanda, kimdir bo'lsa Yo'q. zaifroq bo'lishi kerak-ku. Bir-birimizga yondashamiz. Yordam beramiz. Zaifligimizni ko'rsatmaymiz. Opa-singil o'tirib, yig'lashib, dardlashasizlarmi? Bizni gap dardlashishimiz shart emas. Mana shuni qarab o'tiraveramiz, и всё. Bo'ldi, bildinglar. Biz bilamiz. Nimadan kirganimizni, nimadan chiqqanimizni. Mana uchalamiz bilamiz. Endi sizlarni dardinglarni yoki sizlarni qaysidir muammolarni oila biladilar, 100% hammasini. Hammasini biladilar. Bilganlarida bu narsa baribir yo'q-ku endi. Masalan, biz onalarimizga ko'proq bekitamiz o'zimizni muammomizni, boshqamizni. Shunaqa holatda qanaqa bo'ladi? Nimasini bekitasiz? Endi yoshlar Har katta. kuni men ertalab 24 ga yetdi, onangiz hamma narsani bilsin, nimasini bekitasiz? Xohlasangiz bekita olmaysiz. Конечно. Конечно. Har birimizni zaif tarafimizni bilib turib muomala qiladilar. Spetsialno. Mana ukamga ham, singlimga ham. Keyin oyim judayam грамотная женщина. Shunaqa chiroyli narsalarni gapirib, shunaqa chiroyli tushuntirib qo'yadilar. Indan eshitib o'tirish men uchun bu baxt. Mana onam bilan o'tirib, gapiradilar, bu narsa maslahat beradilar, eshitamiz. Qaysi maslahatlar siz uchun hayotingizda eng asosiy qonunni qulog'ingizda doim jaranglaydigan? Odamlarga ishonmagin, mustahkam turib ishlagin. Bir kuning har kuni foyda bo'lishi kerak. Foydasiz kuning o'tmasin. Mumkin emas. Tushunarli. Mana shu bir kunni foyda ko'rmadingmi, значит, sen orqada qolyapsan hayotda. Foyda har kuni yutuqda bo'lishi kerak. Yutuqda bo'lmasa, upadikda bo'lishing kerak emas. Yutuqda bo'lish bu nima Nargiz opa? Yutuqda bo'lish mana unumli kuning o'tish. Mana kundalik, mana hamma mana har kuni nima qilayotganimiz ham har kuni shu bo'lishi shart. O'sha bizga stimul. Tushunarli. Mana shu bilan biz yashaymiz. Eng noodatiy mijozingiz kim bo'lgan? Xonim olganda bo'lganmi shunday bir voqea? Noodatiy, hech kutilmagandagi, balki xulosasini aytgandir, boshqa bo'lgandir, men bilmayman. Esingizda kimdir qolganmi? Har kuni noodatiy odamlar keladi. Hammasini mulohaza qilmayman. Mana shu tez ishlayman, tez o'tga boraman. Maqsad, tushunyapsizmi? Har kuni maqsadim bor. Odamlar bilan mulohaza qilishga men umuman vaqtim, kuchim bor. Kuchim bor, quvvatim borligida mehnat qilib ishlashim kerak. Hammasini joylashtirib olishga ulgurishim kerak. Farzandlarni. Missiyam shunaqa. Men shunaqa deb tushunaman. Har bir odamni bu dunyoda missiyasi bor. Albatta. Ana o'sha missiyani men bajarib olishga ulgurishim kerak. Ulgurasizmi? Xudo xolasa. Inshaalloh. Allohning marhamati keng. Inshaalloh, inshaalloh, albatta umid qilamiz. Instagramingizni kuzatganimda menga juda bitta zo'r gap yoqdi. Eng arzon retseptlarni beruvchi Nargiz opangiz dedingiz. Bu zo'r rostdan ham, chunki hammani sharoiti har xil, hammada har kuni yoki go'sht bo'lmasligi mumkin, kimdadir kerakli mahsulotlar bo'lmasligi mumkin. Go'sht bo'lish shart emas. Men o'zim ham har kuni go'sht yemayman. Birlagan xamir qaynataman-da. O'zimni podlivka firmenniy bilan qatiq yarimdori bo'lsa bo'ldi, men mazza qilib ovqat yeyveraman. Siz eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz qaysi? Xamir ovqat. So go'sht bo'lish shart emas. Keling bo'lmasa bugun bizga bir nimadir noodatiy, lekin shu bilan birga siz aytgandek oson, yengil, hamma bemalol qila oladigan nimadir qilib berasizmi? Nasib, mana xosda xolis salat qilarmiz. Keling bo'lmasa shu salatni birgalashib qilamiz. Kelinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Endi piyozimni tez to'rab tashlayman-da. O'rtoqlar, men Nargiz opamga yordam bermoqchi edim. So'rayib turibsiz demanglar, iltimos. O'zim hammasini tez to'g'rab boraman dedilar. Men faqat Nargiz opamga savol berib turaman ora-orada. Nargiz opa retseptlarni internetlardan olasizmi yoki o'zingiz o'ylab topasizmi? Har doim har xil. Har doim har xil. Jo'natadiganlarim ham bor. Internetdan bunda noyobroq nimalar o'zim ham qilib ko'rishga harakat qilib ko'raman bir xil payt ukam top keladi, opam ham bunaqangiz bor ekan. Qilib ko'rasizmi, o'xshasa o'xshaydi, naverno. O'xshamaganlarni darabatovet qilamiz opa uka o'tirib. Demak o'xshamagan ovqatlar bormi shunda? Конечно, qaysi ovqat uncha o'xshamaydi? Mana zavarnoyimni bir 6-marta qilganda o'xshagan. Salkam 5 milliondan oshiq prosmotr bo'lgan, lekin uni o'xshatguncha men 6 marta qilib. Shunga yarasha maza qilgan ekansiz prosmotrni ichimda. Rosa xafa bo'lganman o'xshamaganda. Keyin oxiri не было, baribir o'xshataman deb, keyin onam ikkalamiz o'tirib, darabotay qilib, keyin
joy darajasi qilganman. qarang, Nargiz buni har xil narsa qilasiz. Nimaga xonimdan tashqari nimadirlar o'ylamaganmisiz qilishga yoki bormi? Balki men bilmasman. Realnaku o'zimda. Ulgurishlisizda? Keyin bizda shunaqa narsa borki, men qozonim aslamni xonimim hech kimga ishona olmayman-da. Endi bu bilmayman, strahmi, mana shu noto'g'ri xonim bo'lib qolmasin, faqat fikr xayolim xonimda. Bu hammasi hobbi qolgani. Hobbi. Keyin Instagramni ko'pchilik aytadiki, mana Nargiz opa katta pul topasizmi Instagramdan deydi. Yo'q, deyman. Bu как бы Instagramni mana bu narsalarni pishirib qo'yayotganim zerikarli bo'lmasligi uchun, menga o'xshagan xozяюшkalar foydali bo'lishi uchun xarajat qilib, вкусно покушать. Mana bizda stimulda вкусно покушать. O'zim shirin yeyishni yaxshi ko'rasiz-da? Конечно. Krem oltiradi. Конечно. Вкусно покушать. Hozir endi dieta qilish davri, hamma dieta qilyapti, nimadir mumkin. Otimiz dieta deyman. Butun shuncha nima deydi, ish o'rtasida хотя бы shirin tomoq. Хотя бы shirin tomoq. Yaxshi ko'ramiz, oilaviy, bu narsa, что-то такое. Где-то nima tayyorlasak, darrov onamizni chaqiramiz yoki onam telefon qiladi, bizda hamma joyda kamerada bir payt tekshiradilar kim nima qilayotganini. Kameralar turadi, ojonda turadi hamma kameralar. Hozir telefonda ko'radilar. Menga qaragin, nima qilyapsan bolam deb turadilar. Hammasi nazoratim ostida. Конечно, onam har doim hamma farzand tekshirib beradilar. Qo'yil. Это ilojisi yo'q narsa. Kafelar bo'lgandan keyin bar tekshiriladi-yu, ishchilar bor o'tda. Tekshiradilar, onam qaraydilar, nadzor oladilar. Noto'g'ri qilyapti, bolang noto'g'ri qara. Darrov tog'a podключаться qiladi. Qayerda yordam kerak bo'lsa, tog'amiz yugurib boradi. Farzandlar hammasi pazandami? Hammasini qo'ldan ovqat qilish keladimi? Aslan hammasi boshqaruvchi. Boshqaruvchi, ovqatni suzib beruvchi. Mana bu ovqatni pishirasiz-ku. Podachasi отдельный masala bizada. Tushundingizmi? Ko'chadan kelgan odam shunaqa podacha qilib bera olmaydi, biz qo'rqamiz. Uni suzib berish ham bir nima deydi, mas'uliyat. Siz eng nozik mijozingiz kim? O'zi hamma odamlar hozir noziklashib ketyapti. Yo'q, eng birinchi va eng nozik yoqadimi-yo'qmi qarab turadiganingiz. Onam, ukam. Обязательно har kuni bir mahal biz o'zimiz xonimizdan yeb ko'ramiz. Maqtashadimi? Xonimlarimiz zo'r. Zo'r. O'sha aynimasligi uchun biz обязательно bozorda mana birinchisini o'zim pishirib olib chiqaman, qolganini bolalar deydi. Men tog'orani ochganini hididan men bilaman. Mahsulot men xohlagan me'yoriga yetkazildimi yoki yetmadimi? Rang ro'yidan bilasiz. Sira hididan. Men tog'orani hali rangini ochmayman. Men birinchi dasturxonni ochib, bitta kilonka ochganimda hididan bilaman. Qoyili. Ana shunaqa. Xamiringiz necha metr bo'ladi? Uni o'lchamaganmiz. Taxminan bormi? Endi katta bo'ladi. Biz katta 1 kilolik xamirlar yoyamiz-da endi. Xamirni masalan bolalar xato qilmagan xonim o'shaganidan bilaman. Qarang. Gaz past bo'lib qolganmi? Baland bo'lib qolganmi? Xamirni yumshoq qilib qo'yyaptimi? Yo quritib qo'yyaptimi? Bitta o'shagandan bilaman. Darrov обязательно gap eshitishadi mendan. Darrov sразу niyat hajotkasi nima deydi? Sразу gapini eshitadi. Keliningiz ovqat qiladilar, keliningiz qo'llaridan oyizlaydilar asosan. Yo'q, o'zimiz kechqurun borganda o'sha kelinni qo'lidan ovqat yeymiz. Qo'li juda ham shirin qiz. Mashalloh. Yaxshi bo'pti. Agar o'xshamaganda qiyin bo'larmidi? Yo'q, nimaga o'rganadi? Asalim. Bitta xonadondan ikkinchi xonadonga qiz tushyapti. O'rganadi asalim. Endi hozir baribir ham talab kuchli-ku, qaysidir ma'noda. Tayyor kesin deyshadi. Biz ham shunaqa odammiz. Biz ham xato qilamiz. Gap xato qilishda emas, xo'p deb o'rganishda katta gap. O'rgansa sizni qo'lingiz oz, siz yutug'ingiz. Albatta. Siz yutug'ingiz. Albatta. Kelinim rosa shiringina. Shiringina. O'zingizga o'xshagan ekanda. Rostdan shiringina. Rostdan unaqa gap so'zi yo'q. Qilig'i yo'q. Unga qanday yomon gapirasan? Albatta. Kulib turursan, qanday yomon gapirasan? Albatta. Jin emasman-ku deyman. Nima qilaman o'g'lim hayotini? Aralash. Tinch yashasin meni davrimda, onamni davrida. Tog'a ham aytadi, nimaja qattiq talab qilmanglar, yashashsin deydi. Mana shu tinch hayot biz uchun baxt. Kelinim xizmatimni qilsin degan niyatingiz bo'lganmi? O'zimni qo'l oyog'im butun. Onamga qarasa bo'ldi, eriga qarasa bo'ldi. O'zim qo'l oyog'im butun, kallam ishlaydi, kuch-quvvatim joyida. Nima qildi? Nima qildi? Mashalloh. Boshqa kunda ham o'zim hayotim o'zim kechirayotgandim-ku. Kelgunicha. Zato mana hozir men qo'rqmayman-da, o'g'lim nima bo'lyapti, qayerda? Spokойно, всё. Zo'r. O'g'limdan qutuldim. Zo'r. O'g'lingizni topshirdingiz? Конечно. Egasiga berdingiz. Xudoga shukr, alhamdulillah.
Mashallah. Oilasiga aralashib turasizmi? Nima keragi bor? To farzand o'zi otilib kelib yordam so'ramaguncha men nima qilaman aralashib? Hattoki uni muammosini ko'rib tursangiz ham. Muammosi ko'rsatmaydi. Mani bolam aytolman bizni не по возрасту katta bo'lib qolganmiz. Keyin bolalaringiz shunaqa katta bo'lib qolgan. Hamma bolalarni onam ishga solganlar. Onam o'sha yoshligida aytardi. Ana endi bir xil payt endi настроение kirib kelasan, bizneslarga kirib kelasan-da, oyim ushlayotgan bo'lsa, bundoq endi значит nigohim noto'g'ri bo'lgandir-da, jahlim chiqqan bo'lsa kerak-da. Keyin chetga o'tganimda menga qara. Ushlayotgan bo'lsam, ishga solayotgan bo'lsam, bu seni yutug'ing. Sen ishdan charchab kelishing bor. Ishdan og'ir bo'lib kelishing bor. U bu ishini qilib tursa senga yordam, men seni yaxshi ko'rib unga ishga solayman. Bu agar bilsang, senga bo'lgan mehrim degan loyiha. Ana qarang. Bu seni yutug'ing. Ertaga katta yigit bo'lib, bo'ynini egadigan xohlaysan-da, lekin bo'yin ega olmaydi. Bu ko'pchilik ota-onalar xato qiladi deydi. Bola shu qo'lidan ish kelyaptimi? Qildirish kerak. Bo'sh vaqt qoldirish kerak emas. Ayniqsa erkak uchun keyin aytaylik ertaga o'ylansang yoki joy u paytda hali joy ochmaganmiz, joy ochsak, ishchilar olsang, ishchidan nima talab qilishni bilishing uchun shu ishni qilishni sen bilishing kerak. To'g'ri. Nimani talab qilasan? Agar sen u ishni qila olmasang, xato ekanligini bilish uchun bundan o'tgan bo'lish kerak. Pol artishni ham bilishing kerak, supurishni ham, idish tovoq yuvishni ham, xonim suzishni ham, kartoshka piyoz tozalashni ham bilishing kerak. Hammasini sen o'zing bilsang, keyin sen talab qilasan. Sizlarning oilada odamlar bilsin, что sen shu ish professionalisan. O'shana senga qo'rqadi. Bozorda konkurentlar bormi? Hamma bir-biriga konkurent. Sog'lom konkurent. To'g'ri. Hamma konkurent. O'ta 48 ta tadbirkor. Sizni xonimingizdan ham shirinroq xonim bormi bozorda? Endi hamma harakat qiladi yaxshi qilishga singlim. Hammani vkusovoy retseptlari har xil. Kimgadir meni xonim yoqmaydi, sherigimga yoqadi. Lekin o'zingiz yeb ko'rganmisiz sheriklaringiz xonimlardan? Har doim mana qayerda yangi xonimxona ochilsa, men shunaqa любопытный varvaraman. Borib yeb kelaman. Borib yeb kelaman. Siznikidan-da shirin bo'lganmi? Yo'q, hali topmadim. U ta'mni topmadingiz hali. Yo'q, hali topmadim. Demak, hali bozorda siz bittasiz. Yo'q, demoqchimanki, nima, balkim bordir. Kim uchundir siz yagona bittasiz, kim uchundir boshqasi o'sha. Yo'q, demoqchimanki, endi hali ishlash kerak bo'lgan narsasini bor-da, tushunyapsizmi? Men bilaman, что meni xonimim yaxshi. Zo'r, bu zo'r. Всё. Bu zo'r. Men bilaman, что meni xonimim ancha odamga yoqadi. И обязательно именно bozorga bizani qidirib kelishadi. Ana. Hatto shaharda millionta xonimxona bor. Shuni aytaman-da. И обязательно shu xonimimni yeb, ko'pchilik agarda kunora chiqaman, ko'rsa, "Voy, yo'qmisiz" deb ketishadi. Erinmaydi odamlar. Hozir chet eldan ham odamlar kelyapti, ishoning. Ishonaman. Juda ham ko'p odamlar keladi. Qarang, kunora deyapsiz, qaysi kunlar? Odamlar bilishsin, qaysi kunlar sizni qidirib borish kerakligini. Har doim aytaman, toq chislodaman. Azizlarim, toq chislodaman. Endi odam kelgandan keyin go'da esdan chiqadi, go'da refleksni kelishadi. Bola xarajat qilgandan keyin bular kirib chiqishadi bir xillar. Kimdir xoningizni olgandan keyin, mana xonim narxi nechi pul? 8000. 8000. Yegandan keyin ko'proq pul berib ketgan vaqt bo'ldimi? Endi yaxshi ko'rib, yoqib ketgandan keyin. Unaqalar ko'p. Unaqalar juda ko'p. Unaqalar juda ko'p. Qalbi keng. Juda добрый insonlar ham ko'p. Keyin juda ham akkuratni muomala qiladigan insonlar ham ko'p. Unda qaraysan, havosim keladi bir xillarga. Go'zal. Конечно, havosim keladi. Mana sizga o'xshagan insonlarni ko'rsam, men ham havosim keladi. Mana baxt hammada har xil bo'ladi. Albatta. Nisbiy hammada har xil, albatta. U ko'ra olmaslikda emas. Albatta. Meni havosim keladi. Mana kasal yotgan odam uchun baxt tuzalish. Farzandsiz inson uchun baxt bu farzandli bo'lish. Oilasi bor inson uchun farzandini baxtini ko'rish. Baxtim meni o'sha kichkinagina oilam. Har doim meni ko'rsam havosim keladi, lekin shukr deyman. Shukr, juda chiroyli oilam bor. Mashalloh. Shukr, alhamdulillah. Bundan ortiq. Demak, hozir juda chiroyli hayot yashayapman. Mashalloh. Men xohlaganim, pust mehnatim bo'lsin. Albatta. Pust недоразумениyalar bo'lsin. Nima bilaman, что meni oilam bor. Meni Qo'rg'oningiz bor, qalqoningiz bor. Shunda suyanchiq ukam bor. Shunaqa mehri daryo singlim bor. Bo'ldi, всё. Men hozir shuncha 20 yil kelayotgan tinch hayotga kirib kelganmiz. Pust mehnatim bor. Ладно, да ладно. Зато я счастлива, deyman.
Ana har doim mana bir xil payt onam ikkalamiz uyga kelsa, "Oyi, men baxtliman" deyman. Oyim mundoq qarab qo'yadi menga. "Oy, rostdan baxtliman. Siz borsiz, ukam bor, men baxtliman. Pul bor, mayli ko'p pul bo'lmasin. Qornim to'yyapti. O'g'limni o'ylantirdim, men baxtliman." Mashalloh. Bundan ortiq menga baxt kerak emas. Bundan ortiq o'sha nima deydi, egoizm bo'lib ketadi. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Hech kimdan kam joyim yo'q. Albatta. Mana hozir даже bir xil payt ko'chada tursam, Adam rahmatlini oshna og'ayni o'tib ketsa, "Baxtiyor akani qizini ko'rdingmi?" deyishadi bir-biriga. Eshitaman. Это гордость. Albatta. Albatta. Значит, мы aytamanki, значит, я достойная дочь своего отца. Qarang, ani qizini qaragin. Yo'q, qaragin, Baxtiyor akani qizi turibdi deydi. Mashalloh. И с такой улыбкой, tushunyapsizmi? И mana shu ifoda hamma narsani уже, значит, я на правильном пути deymiz. Mashalloh. Значит, моя семья на правильном пути. Insonlarda, ayollarda hashamatli uylar bo'la turib, qo'sha-qo'sha mashinalar turib, lekin baxt qidirib yurishadi-da. Odamlar keyin o'zi sani mavqeingni etib qo'yadi. Oldin men Nargiz edim, hozir opa deyishadi. Mana ko'chada ketasiz-ku, mana ketasiz-ku, ani bir-biriga aytadi, "Opa ketyapti, opa ketyapti" deydi. Tushunyapsizmi? Bilaman. Opa endi bu status endi. Иногда xursand bo'lib ketaman. Смотрите deyman, что значит, men ham kimgadir havas qiladigan darajada inson bo'libman. Mashalloh. Yaxshi-da bu. Albatta, Bu albatta. Allohdan berilgan ne'mat. Albatta, men hozir o'zim siz bilan suhbatlashib, siz jasoratingiz, fidoyligingiz, harakatingizga qoyil qolib, havasim kelib o'tiribdi. YouTube kanalimizga o'zingizlar obuna tugmasini bosib, like bosib, kommentariyalarni yozinglar. Nargiz opamni muxlislari qanisizlar, o'zingizlar bir opa biz shu yerdamiz deb qo'yinglar. Shunaqa deyishadi endi bolam. Bizni cho'rkamiz ham, lekin sazni bunaqa ingichka chiqarmaydi Nargiz opa. Endi siz kashka piyoz har kuni 10 kilolab to'g'ramaysiz-ku, biz to'g'raymiz-da bolam. Biz to'g'raymiz. Nima qilamiz endi? Nargiz opa, oilangiz uchun eng og'ir kun qaysi kun bo'lgan? Uni gapirmaslikka harakat qilaman. Uni gapirmaslikka harakat qilaman. Armonlarim ham bor. Adam endi savri yetmagani men uchun armon. Bir xil payt nima deydi, значит, nima deydi, ozgina balkim Alloh xohlagandir, hamma uchistini yashab o'tadi-da baribir. Albatta. Endi balkim o'sha bo'lmaganda, o'sha insonlar bo'lmaganda, balki shunaqa kuchli inson bo'lmasmidim. Ana aytadi-ku, bo'ysa того человека, который стал сам на ноги, deydi-ku. O'zi oyoqqa turgan insondan qo'rq. Ana o'sha insonlar rostdan ham juda ham qudratli bo'ladi. Chunki boshqalar kimgadir ishonib oyoqqa turadi, siz aytayotgan inson o'ziga kimdir sizni oyoq qo'yib qo'ysa, xuddi shunaqa kimdir oyoqdan yiqitadi bolam. oson bo'ladi yiqitish. Mana shu mehnatimni xohlasa ham hech kim olib qo'ya olmaydi qo'limdan. Mana oling, ola olmaysiz. Ololmayman. Mana shu mehnat mana butun tanamda bor. Albatta. Mana sizni mehnatingizni ham men ola olmayman-ku. Xuddi shunaqa narsa. U men har bir qon tomirimda bor. Aytaman, sizga mana shu tog'orani ochganda men bilaman xatosi nimaligida. Xatomi, bexatomi? Всё. Qoyil. U aytadi-ku, adam virtuoz. Xonimni qanday sir sinoati bor? Biz ham uyda bunday bir o'xshatib qilishimiz uchun. Uyar qila olmaymizmi? Nima tabasumingizdan bildim. Lekin hozir bilasizmi? Ayollar juda uddaburon. Lavashdan xonim qilyapmiz-ku. Mayli. Bunisiga nima deysiz? Mayli. Siz bizga o'xshab, nima dedim, muncha solish kerak, muncha solish kerak, 2 sekund qaynash kerak, 5 minut qaynash kerak qaramaysiz-a? O'z bilaverasiz. Naglas bilamiz. Endi biz oshxonaning egasimiz. Ancha yillik staj. Biz сразу bilamiz. Siz ham qayerda nima deyish kerakligini bilasiz. Вот как-то что ставить. Xuddi shunaqa narsa-da endi. Shunday. Oshpazlar shu-da endi. Joyida ham aytganman. Bolaligimizdan уже aniq bo'ladi. Xonimchini bolasi xonimchi bo'ladi. Oyim ham ham artist bolasi artist bo'ladi. Ovqatchini bolasi ovqatchi bo'ladi. Bantikli makaronchiklar ekan o'zi ham. Bantikli. Bir
pachka makaron soldik hozir. Ha, bir pachka makaron. Endi Necha kishiga yetadi shu Endi porsiyamiz taxminan? 5-10 ta odamga yetadi bola. Bo'ldi, bolalar xavotir olmaylik, hammaga yetar ekan. Yetadi. Xavotir olmang. Ozgina. O'ldirsaki bo'ldi nima. Qayerga borishni orzu qilasiz Nargiz opa? Qayerga borishni orzu qilasiz? Yo'q, Qayerga ham borardim. Unaqa. Qayerlarda ko'rgiz kelmaydimi? Kim biladi? Balkim chiqmaganim uchun bilmasman. Tak nima unaqa. Unaqa deyarli unaqa что-то хотеть, куда-то поехать. Unaqa Qarang, orzu qilishga imkon, vaqt bo'lmagan, ruxsat bo'lmaganmi yoki umuman sizda? yo'q, o'zi unaqa odam emasman. Biza uyut, tushunyapsizmi uni? Mana sizga agar kerak bo'lsa salfetka bor. Bolalarchi? Bola sekin-sekin aylanib kelishadi, o'zligi kim xohlasa. Aylanishadi. Singlim ham ozgina aylanib keladi. Endi ruxsat berilgan, onam ruxsat beradilar. Borib sekin o'tib aylanib kelishadi, chiqib kelishadi. Men o'zim, naверное, interesi yo'q bo'lsa kerak menda. Men shunaqa deb o'ylayman. Onam ham shunaqa deydilar. Interesi yo'q bizda. Kim biladi yana. Keyin ana nima deydi? Mana shunaqa narsa bor, behudaga pul ishlatgim kelmaydi. Ha. Na благо семьи deyman. Shunaqa qarashim bor menda ozgina. Foydali narsaga undan ko'ra. Nima siz uchun foydali narsa nima Nargiz opa? Oilaga foydali narsa o'ylaymiz. Onam ikkalamiz. Aha. Oilaga foydali narsa nima? Sizni qadriyatingiz nuqtai nazaringizdan. Bu narsa olishmi, приобрести что-нибудь. O'sha pulni o'rniga. Oilalar uchun o'sha orzu qilib olgan narsalar eng katta narsa nima? Yoki shu Vatan. uy. Aha. Oyim aytadilar, vatan boshingda vatan bo'lishi kerak. Aha. O'sha eng katta. Sizlar hozir turgan uyinglar yangi o'zingizlar olgan uylarmi yoki shu yillar bolaligingizdan beri turgan uyingizmi? Bolaligimdagi uyda hozir endi sig'maymiz. Adam rahmatlini uylari bo'lardi, ana o'sha yerda yashaymiz. Uchastkalari bor edi. Endi недостроенный, endi hozir o'shani epaqaga keltirib qo'ygan ekan. O'sha yerda yashaymiz. Ishlab yashayman men. Endi qolganlar o'zi alohida. Singiz xonim qiladimi? Hammasi xonim qiladi. Hammasi xamir yoyishni biladi. Ular qayerda sotadilar yoki ular sotmaydilar, yetishtirib beradilar? Общий xonim hammasi bitta uydan chiqadi. Hammaga tarqatiladi, realizatsiya qilinadi, bo'ldi. Demak, sizni xonamxonangizda qilinmaydi, xonim, yetib boriladi bu yoqdan. Tayyor mahsulot yetib boriladi. Bu xonamxonada o'tirib ovqat yeyish imkoniyati bor, to'g'rimi? O'tirib xonim yeyish imkoniyati bor. Kafega o'xshaganda? Kafega o'xshaganda. Masalan, bozorda turib yeb ketaveradi-ku. Yo'q, o'tiradigan joylar ham bor. Bozorda ham, o'tirib yeydigan joylar ham bor, kafelarda ham xuddi shunaqa. 5-6 ta stolik bor. Bemalol odam kirib, yeb, ichib. Nechta hozir bo'limingiz bor? Filiallaringiz bor? 3 ta. Safiyskiyda 2 ta, Shuhratda bitta. Viloyatda ochish niyatingiz? Kerak emas. Biz qaysi birimiz boramiz-da? Yo'q, nima? Yetadi bizga, bo'ladi. Ja unaqa butun dunyoni puli menga kerak emas. Yetadi. Qancha kerak? Mana shu hayot aytayman sizga. Orzu qilgan hayotim hozir. Go'zal, mashalloh. Mashalloh. Undan ortiq. Orzu qilgan hayotingizgacha kelish qiyin bo'lmadimi, Nargiz opa? O'sha qancha ko'z yoshlaringizni yutib keldingiz? Hammasiga roziman. Albatta. Rozi bo'lmasangiz bugun bu baxtni his qilmagan bo'larsiz. Hammasiga roziman. Chunki bugun ko'plab, minglab ayollar bor, baxtliman deb hisoblamaydi o'zini. Nega? Juda ko'p, Nargiz opa, ishoning, ayollar bilan ishlaganim uchun bilaman buni. Sizda kamroqda ishlash ayollar bilan. Qanday qabul qilishingga qarab deb o'ylayman. O'sha rozi emasligi uchun, o'tganidan rozi bo'lmagani uchun bugun umuman baxtni his qilisha olmaydi-da. Kim biladi? Значит, ularni dunyoga, hayotiga qarash tushunchasi boshqacharoq bo'lsa, qadriyati maniki boshqacharoq. Baxtli bo'lishni ko'p narsa kerak emas. Sam glавное sog'lig'ing bo'lsa, ishing bo'lsa, sevadigan ishing bo'lsa, atrofingda yaqinlaring tinch bo'lsa, ana o'sha baxt o'zi.
uxlab qolgan paytingiz bo'lganmi? Yo'q, avtomatik ko'z ochiladi. Avtomatik ko'zim ochiladi. O'sha payt turadigan mahal uyg'onamiz o'zi. Qarang. Bo'lishi mumkin emas unaqa. Necha yildan beri, 20 yildan beri. 5 yoshimdan mehnatdamiz biz. Sahar turib, Постоянно adam o'sha yoshligimizdan turg'izib qilish kerak bolam, o'rganish kerak edi, to'g'ri tushuntirib bizga singdirib kelingan. Aytaman, o'sha paytda ani ishchi degan nima bo'lmagan, bolalarni ishga solingan, ishga o'rgatilgan. Shu ishga o'rgatilgan hamma aksariyat bozorchilar shunaqa, lekin bola chaqasi bilan ishlaydi. ha. Bolalar parkka borishganmi? Olib borardi, bobosi olib borardi, buvisi olib borardi. Endi bizning vaqtimiz bo'lmagan, olib borishardi. Nega olib bormaydi? Kechqurun 2 soat, 3 soatga aylanib kelsa bo'ladi. Zo'r. Oyim juda ham vнимательный ayol. Har bir bolaga nima xohlashini, qanaqa xarakterda ular, ko'ynigini qanaqa olish kerakligini onam juda yaxshi biladilar. Qanaqa muomala olish kerakligini, ani bolaga mana bu yoqmaydi, shunaqa gapirmagin deb turadilar birsaga. Kiyim-kechaklarchi tanlashdachi? Kiyim-kechakni tanlashda onam juda ham zo'r. Juda ham zo'r olib pishib, o'zlari bilib olib beradilar. Bolalarga ham haligacha ishonamiz. Onam o'zlari kiyintiradilar, yurlaring deb. O'zlari bozorga tushadilar 70 yoshlarda. Tushadilar. Sabrlari Haligacha chaqiradilar. Agar kelmasa xafa bo'ladilar. Safety kalt kimda? Ukamda. Ha, Ukamda. zo'r. Ukamda, glava семьи. Mani erkatoyimda. Safety kalitni hech qachon o'ylamayman. Endi men o'ylash ma'nosida Hech aytmayapman. kerak emas. Shu sizga kerak emas. Uni safety kaliti egasi juda ko'p o'ylash kerak. Men hozir baxtliman. Mashalloh. Zachем? ishonchli inson bo'lish ham bu ham bir yutuqdir deb o'ylayman-da. Albatta. Demak, ayol baxti uchun shunda nima kerak deb o'ylaysiz? Nimalar ayolni baxtli qiladi? Mana shu narsa meni baxtli qilaveradi, tushunyapsizmi? Ishingiz borligi, oilangiz borligi, oilam borligi, onam qorningiz to'qligi, oilangizlar borligi. Конечно. Eng katta baxt shu. Oilangizlar mana sizlarni hamma narsani bilib yaxshi ko'rishlarini bilar ekan. Sizlar ham bilasizlarmi, oilangizga nima yoqadi, nima yoqmaydi? Pul. Tilni yaratadigan ham, tilni sayratadigan ham, dilni yaratadigan pul deyiladi. Ular puldan Men pulni bersam o'zim topib qolaman deyman. farmon aytadi bunaqa, cho'g' ekan. Yo'q. Hech qachon unaqa demaydi. Lekin u bu narsa sovg'a olay desam, menga pulini ber, men o'zim olaman deydilar. Demak, sovg'ani o'zlari olish qolaydilar. Men o'zim xohlagan narsani o'zim borib olaman deydilar. Qo'yniga qaraymiz sonaman. Zo'r. Har bayramlarda lekin ukamdan gul kutadi oyim. Qarang, necha yosh bo'lsa ham ayolda gul kutadi, baribir ham. 8-martga tug'ilgan kunlar обязательно gul. Hozir Shavot mana gul olib keladi. Keyin navaralar, o'g'illari gul ko'tarib kelishadi. Обязательно. Shavot menga xos gul olib keladi. Ana qarang. Buni men bilibman. O'tirsak kechqurun 8-mart bo'lyapti-da, keyin hozir Shavot gul ko'tarib keladi. Bolam deydilar. Voy qayerdan bilasiz, oyisiz bilaman deydilar. Qarang. Hozir meni bolam menga gul olib keladi deydilar. Hurmatli erkaklar. Gul nima ham bo'ladi? Olasiz, 1-2 kunda so'laydi deysizmi? Yo'q. Ayol 70 yoshdami, 7 yoshdami, qizaloqmi farqi yo'q. Ular gulni yaxshi ko'rishadi. Ularning ko'nglini olish aslida unaqa qiyin ish emas. Gul deganda albatta juda qimmatli bo'lmasa ham, 2 dona, 3 dona atri gul bo'lsa ham gul berib qo'ying, ko'nglini xursand qiling. Bolacha xursand bo'ladi. O'sha aytaman-da. O'sha xursandchilikni ko'rib, keyin xursand bo'lasan. Rostdan ham kechqurun soat 11da ukam gul bilan kirib keldi. Sababsiz gul berib qo'yganmisizlar? Sababsiz pul beramiz. Sizchi bolalaringizdan qanaqa sovg'a kutasiz? Bolalarim o'zi bori menga sovg'a. Shunaqa. Endi to'g'ri, lekin baribir onamiz-ku, ayolmiz, onamiz, baribir har kuni yaxshi gap so'z ulashishi o'zi sovg'a. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi, qachon kelasiz deyish o'zi sovg'a men uchun. Xo'p, endi narsadachi, mana masalan, siz aytganingiz 8-mart yoki hayit bayrami, qaysidir bayramda. Nima har doim endi unaqa nima
bitta qanaqadir sovg'a kutmayman, sovg'a qilishadi. Aha. Unaqa Eng narsa yoqqani yo'q. qaysi? Men aytaman, man har kuni xabar olgani ham o'zi sovg'a men uchun. Что tinch u mendan xabar olyapti. Ovozini eshitish o'zi sovg'a men uchun. Siz o'zingiz ulardan xabar olib turasizmi ko'proq ular sizdan? Ular sразу xabar oladi. Ular sразу mana ertalab kelaman, joyimni ochaman, darrov uka telefon qiladi, keldingizmi, yaxshimisiz deb. Darrov o'g'il telefon qiladi, oyi ishdamisiz? Ha, keldim, sen keldingmi? Ha. Orqasidan darrov onam telefon qiladilar. Bozordamisan, bolam o'sha, ha, bozordaman. Oyi, ha, yaxshi deydilar. Agar telefoningiz o'chib qolsa, yo'qolib qolsa, sizni qidiradigan birinchi inson Orqada qizim bor, darrov telefon qilishadi. Oyimning telefoni nimaga o'chuvdi? uni ham telefoni o'chib qolsa. Yo'q, unaqasi bo'lmaydi. Ya'ni sizni qidiradigan birinchi inson Birinchi inson ukam. Sразу ukam, onam, sразу o'zing yaqinlaring har kuni nima qiladigan. biz ayollar ba'zida zavqlanib ketsak o'yinga tushib ketamizda. Bunaqa odatlaringiz yo'q? Yo'q. Ajoyib, salonni bodring, sho'r bodring bo'ldi, padiva bo'ldi, kukuruz. Уже там интересно, qiziq. Instagramga chiqqaningizdan keyin sizni xoningizni yaxshi ko'rib yeydiganlar soni qanchaga ko'paydi taxminan? Ko'p, juda ko'p. Ya, ilgarida ham o'zi aytaman, xonimlarim so'zidagi mazasi yaxshi bo'ladi. Bozorda yana sizdan boshqa xonimchilar ham Instagram ochishmadimi? Ochishganlar bor, nega? Bor. Ochishdimi? Ha. Mendan ilgari ochganlar bor, men keyin ochganman. Qancha yil bo'ldi? Biz yurg'izayotganimga 5 yil bo'lib qoldi-yu. Nechta kuzatuvchingiz? 600 mingtadan oshganmiz deb. Zo'r. Kuzatuvchilarim yaxshi. 600 ming kam emas. Asosiy kuzatuvchilaringiz qayerda? Toshkentlikmi? Ko'rgan bo'lsa kerak. Yo'q, men ko'rmayman. Qizim ko'radi. Shunaqa bo'lsa kerak. Labni sir solamiz demak. Tvorojniy sirga. Ko'p ishlatasizlar shu sirda? Yog'liroq bo'lmaydi-da. Приятный, mazasi yaxshi bo'ladi bu. Bu nimalik hozir? Garimdorli. Achchiqli bu. Siz achchiq yaxshi ko'rasiz, bilaman, men nima yaxshi ko'raman. Achchiqroq, ozgina привкуsi bo'lsa, appetit ochiladi. Kameraga o'rganish, Instagramga o'rganish qiyin bo'lmadi, nargiza. Chunki zo'r borasiz-da. Shunaqa zo'r borasiz, samimiy o'sha oldingizda o'tirib gaplashayotganda, oldingizda o'tirib tayyorlayotgandek bo'ladi, bu zo'r. Maza qiladi odam. Negativlar kelmaydimi? To'g'ri qabul qilish kerak. Hamma o'z fikri bo'lish mumkin-ku, hamma fikrlash. Albatta, hammaga 100 tadan 100 taga sразу hammaga yoqib ketira olmaysan. Har doim meni qizim qaytaradi. Har doim endi asabim buziladi bir xil payt. Ahamiyat bermay. Asosan nima yoqmaydi odamlarga? Men tushunmayman. Sizda nima yoqmasligi mumkin? Men kim biladi? Men aytaman, har doim auditoriyam juda go'zal insonlar. Qo'yishmaydimi bu gaplarni? Bog' kimdir yozsa, bu javobini o'zgartirib qo'yishadi. Sразу berishadi javobini. Bilmangiz screenshot tashlabdilar. Opa qarashim shart emas, o'zlari shundoq yorib yuborishdi deb. O'zaro bo'lib ketgan. Nima? Shunaqa. Shu payt xursand bo'lamiz. Alhamdulillah, Allohim shularni ko'ziga iliq, mehrli ko'rsatib qo'yganiga shukr. Hozir shunda demak, bizni kuzatayotganlarga aytamiz. Hozir bu yerda labni sir soldik. Labni sir soldim. Suv soldik. Ozgina suv soldim. Qoshiq mayonez soldim. Bu spesial yog'liroq bo'lmasin. Ozgina yog'sizroq. Bu yerda sho'r bodring, jo'xori va ko'kating. Shu, boshqa hech narsa yo'q. Va makaronchik. Da, makaroshkalarim. Zo'r, qarang. Makaron oddiy, ajoyib. Demak, sovda. Chugunni sovgan bo'lsa, inshaalloh. Onang bozor, otang bozor nima degan Nargiz opa siz nazingizda? Xarajat qilayotganingda narxlashasan. Mana belgilangan narxdan savdolashadi. O'rganasan odamlar bilan muloqotni. Har xil odamlarni uchratasan, o'zingga saboq olasan. Tejamkorlikni o'rganasan. Qayerdadir. Bozor tarbiyalaydimi odamni? Конечно. Hamma tarbiyani endi mehnatga-ku odam o'rgatganlar oyim bilan. Lekin odamlarning muloqotini bozor o'rgatgan bizga. Qanaqa qilib odam chaqirishi, qanaqa qilib muomala qilishi, hammasini bozordan o'rganganmiz. Odamlarga qarab, kim qanaqa muomala qilyapti, qanaqa. Xoningiz yoqmadi degan odam bo'lganmi? Bo'ladi. Nima deb javob berasiz? Endi ko'ramiz, sразу yeb ko'raman lekin xonimimni. Mana shu yoqmadi deydi-ku, sразу bitta solib yeyman. Uni yeyman, lekin
Uverin nima, что yaxshi. Darrov orqadagi qizim chiqarib, "Bu yoqqa kelgin, bittasi solib beraman, yeb ko'ring." "Oy, yaxshi-yu" deydi. Bo'pti, значит, u ta'mi ko'rish nimasi boshqacha. Retseptori boshqacha. Значит, unga to'g'ri kelmaganda, нормально. Kayfiyati buzilmaydi. Bo'ladimi ozgina? U aytaman, 100 tadan 100 taga сразу yoqmaysiz-ku. Кто-то baribir kimdir yoqtirmasligi aniq-ku. Это не может быть так. Hamma o'zini fikrini aytib ketadi, lekin Masalan, yoqmadi desam, aksariyat 100 ta odam esa 95 tasi rahmat deb ketadi. Endi o'sha 95 tasi rahmatiga 5 tasi endi agar bu narsa desa-chi deb ketamiz. Ukam ham shunaqa deydi. Ani nima? Juda qattiq his qilmang. O'ylamang. Darrov nima? O'ylab borasizmi qattiq? Endi мнительныйroqman, deyapman nima sizga. Сразу nima Shahzod mana shunaqa dedi desam, darrov sekin spokойно tarelka olib kelib bitta solingchi deydi. Bitta solib, xonimimiz yaxshi opa, siqilmang, sotavering. Всё. Shu bilan spokойно. Bundan ortiq qanaqa quvvatlash kerak-da? Hammasi yaxshi. Sotavering. Hammasi yaxshi. Keyin orqasidan yana nechta odam rahmat deb ketadi. Shu bilan bosilib ketadi. Tasavvur ham qilolmayapman hozir bunday ta'mi qanaqa ekanligini. Chunki tarkibidagi ingrediyentlar umuman ajoyib. Bo'ldi shu. Nima qildik? Bo'ldi. Endi faqat yeyish qoldi. Faqat yeyish qoldi. Ana nima edi? Shu bo'ladi. Endi nima qilish kerak Endi desa? faqat yeyish kerak buni. Yeyish kerak dedi. Yeyish kerak. Bo'ldi. Marhamat. Mana bizani makaroshkali salatimiz ham tayyor bo'ldi. Men ham tayyor yeyishga. Значит, так, bizadachi birinchi har doim o'zinga solasan. Mana, oyimda shunaqa qonuni bor. O'zing ovqat yemagan, boshqalarga uzatmagin deydi. Zo'r. Обязательно. Nimadir bor. Bismillahirrohmanirrohim. Nechuk bo'ladi. Mana. Hozir buni yeb ko'ramiz. Tak, mana sizniki. Endi biz muxlislarimizga biz xuddi bozorda xonimni qanaqa reklama qilasiz? Bir reklama qilib bering. Hozir biz sizlar bilan makaroshkali salat yeymiz. Mazza qilib, juda ham объедение. Hozir men yeyman. Boplab yeb beraman, xudo xolisa. Mana shu mimikalarni, mana shu qarashlarni kimdan o'rgangansiz, Nargiz opa? Bozordan. Bozorda endi har xil odamlar keladi. Ularni yeyotganini har xil ifodalashadi. O'rganasan, bunda qaraysan. Keyin artistizm ko'payadi. Ya'ni har xil odam bilan gaplashasan-da. Yaxshisini olasan, yomonini ham qaysi tarafini olishga majbur bo'lasan. Xuddi shu ohangingizda hozir bunday qilamiz. Xonimga emas, ovqat emas, mana shu YouTube'dagi mana shu podkastni ko'rishga bitta qanchalik qilib bering, iltimos. Shu suhbatni bir ko'ringlar deb. Menga juda yoqdi shu maneralarimiz. Azizlarim, biz bu shu qiz bilan muloqotimizni обязательно kuzatasizlar, kutasizlar deb o'ylayman. Judayam yaxshi emotsiya. Xudo xolasa sizlar ham olasizlar. Bizning ham hayotimizni eshitib, kimdir dars oladi, kimdir o'rganadi, azizlarim. Sizlarni обязательно kutaman. Sog' bo'linglar. Endi ham ko'rmasangiz xato bo'ladi. O'tiring, marhamat. Azizlarim, endi buni Nargiz opa hozir boplab turib yeb beradilar. Joy darajasiga og'zi to'ldirish sharti bilan. Bismillahirrohmanirrohim. Men ham shunday qilib yeb ko'raman hozir. Реально mazasi zo'r. Ham ovqat, ham salat. Hammaga tavsiya qilamiz azizlarim. Обязательно bir marta bo'lsa ham qilib yeb ko'ringlar. O'zinglar shunday shaydo bo'lasizlar. Osh bo'lsin. Bismillah. Osh bo'lsin gapimga qancha bolajonlar keladi. Xonim sotib turaman. Opa, shu bolamga osh bo'lsin deb bering deydi. Kichkina bola nima biladi? Mana 4 yashar, 5 yashar bolalar nimani biladi? Keladi. Bitta bolalarim bor, har safar bozorga osh bo'lsin opani oldiga olib boring deyishadi. Men har doim shu bolaga kameraga osh bo'lsin deb aytib beraman. Sizning muxlislaringiz 7 yoshdan 70 yoshgacha-da? Yoshi farqi rostdan o'zim hayron qolaman. Nimani uchun 4 yashar bola? Mana hozir suratkash jarayondan oldimda hamkorimiz Xonsara kompaniyasi bizlar hamkorlik qilishadi va hozir o'sha marketing bo'limi rahbariga sekin olib, "Mahsuma qarang, bugun syomka bo'lyapti. Kim deb o'ylaysiz? Siz yaqindan ko'rsatmam, uzoqdan ko'rsatsam." Yonlarida Ibrohim Ulayim sotuv bo'limida katta lavozimda ishlaydilar. Ovozingizdan, maneringizdan bu Nargiz opa, xonim ismingizni bilmasanglar, xonimcha opa debdilar-da. Ya'ni sizni hamma biladi.
Sizni ham yaxshi ko'radi. Rahmat, Sizni ham shunisi. taniydi, sizni ham hurmat qiladi va siz tayyorlagan xonimni yemaganlar armonda, yeganlar darmonda. Obязательно Buni aniq aytolmayman. Xonimlar rostdan ham Shu- yaxshi. Mehrli xonim deb aytaman bizani. Ha. Mehrli. Rostdan butun yashash mazmuni shu xonim. U xonimni ichida Nargiz opamning muhabbati, Butun mehri, dunyoyim bor. dunyosi. Butun dunyoyim shu xonim bilan yaxshi ovqat qilib odamlarga sotib mehr qozonishga harakat qilaman. Mana shu butun ichki hamma sevgi, muhabbat, mehr hammasi mana shu xonimda. И всё. Endi u xonimni yegandan keyin energiyaga aniq to'lashar ekan. Nasib, nasib. Inshaalloh, inshaalloh. Nasib. Kelganlar, yeganlar qayta kelsin deb duo qilib turamiz onam bilan. Inshaalloh, inshaalloh. Shunaqa bo'lsin. Kelishsin, yeyishsin. Ovqatimiz rostdan ham yaxshi. Uni tayyorlayotgan insonlarning bag'ri keng, Rahmat. ko'ngli rahmat, ochiq, rahmat, samimiy, rahmat. o'zlarini fidoyiligi bilan, o'zlarini jasorati bilan haqiqiy namuna bo'ladigan matonatli, qahramon ayol Nargiz opam bilan bugun juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Men maza qildim. Rahmat. Maza qildim. Rahmat. Yig'ladik, kuldik, ovqat qildik, suhbat qildik. Bu yuqorida mendan ko'p narsa kutmang dedingiz. Men maza qildim. Lekin bu yerga kelguncha men qancha переживать qildim. Juda ham kuchli переживание bilan keldim. Endi Qanday sizga suhbat? juda ham yoqdi. Juda ham samimiy, go'zal ayol ekansiz. Ay, rahmat, Juda rahmat. ham go'zal ayol ekansiz. Yaxshi taassurotlar bilan chiqib ketaman. Xudo Alhamdulillah. xohlasa bundan umringiz ziyoda bo'lsin. Rahmat. Bolalaringizga bosh bo'ling. Iloyim ukam bilan qo'sha qarib. Amin. Juda ham chiroyli qartayish nasib bo'lsin. Inshaalloh, iloyim. inshaalloh. Shunaqa deb aytaman har doim Inshaalloh. hammaga. Qo'sha qarish ham bu juda ham katta baxt. Juda ham katta baxt ekan. Juda chiroyli. Ana bozorda ham ketayotganimizda chol kampirlar qo'lini ushlashtirib o'tib ketsa, shunaqa havosim kelib qarayman. Shunaqa qartayishlar hammaga nasib bo'lsin. Iloyim, duo qilishganda men oddiy ishlar ekanman, qo'sha qarishdi, lekin ana shu dadam olamdan o'tganlarida o'shanda tushunganman. Qo'sha qarish bu eng katta baxt ekan. O'sha qariganda endi qo'sha qarayman deganda yo dard keladi, yo nimadir bo'ladi va qarangki bir holat bo'ladi. Iloyim unaqa hijronlar bo'lmasin. Yaxshilik bo'lsin har doim. Qalbingizda gulday yashnab tursin Nargiz opa. Ko'zlaringiz yonib tursin. Sizni mana shu sog' bo'ling. samimiy qalbingizga iloyim ko'z tegmasin. Ovqatim yoqqan bo'lsa, Juda ham yoqdi. Maza qildim. Buni hozir buni endi taqqos tushiramiz. Mana oldingizda emas. Sekingina hozir kameraning ortida o'tib 1 2 3 4 5 6 kameraning orqasida 8 ta qora ko'z shovqatga ko'z tikib turibdi. Rahmat, Shuning uchun sog' biz bir-biriga qarab qo'yishib. Rahmat. Sog' Inshaalloh bu ovqat maza qilib yeymiz va Yaxshi shu o'rinda kunlarda ko'rishlik nasib bo'lsin. Inshaalloh, yana. inshaalloh, inshaalloh bizni ko'rsatuvimizni bosh homiysi Xonsariya kompaniyasidan sizga bir sovg'amiz bor. Bu sovg'amizni qabul qilishingizni umidvorimiz keling. Rahmat. Rahmat. Bu sizga. Rahmat sizga, rahmat. Keling. Va bu sovg'amiz sizga. Rahmat. Yaxshi singlim, kunlaringizga rahmat, ishlating inshaalloh. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, iloyim. Rahmat Nargiz opa, yana bir bor kelganingiz uchun rahmat. Rahmat sizga ham. Samimiy ochilganingiz uchun rahmat. Chunki bu ishonch. Suhbatda har doim ham kelgan suhbatdosh ochila olmasligi mumkin. Bu o'sha inson ochildimi, ishongani. O'sha ko'ngliga tushgan. Men bundan xursand bo'ldim. Rahmat. Bundan boshlab men sizni opam dedim, tanishdik. Endi inshaalloh Chorsuga hammamiz boramiz birgalashib, maza qilib xonimlarni yeymiz. Kelinglar. Xonimlarning imенно bozor xonimini yeb Ha, ko'ringlar. u Endi boshqa men bugun ekan. olib kelganim endi kafeyimda O'rama xonimim bor. U ham juda ham mazasi Juda shirin bomba ekan. deb aytaman. Juda ham yaxshi. Xonimni siz olib keldingiz. E'tibor qilgan bo'lsangiz, men tezgina bitta tarelkaga soldim-u, turmush o'rtog'im tepada edilar. Xalat bermay yugurib, qizim olib chiqib bermadi. Yo'q dedim. O'zim olib chiqaman deb yugurib, xuddi xonim o'zim qilganda yugurib chiqib, biz sizga butun muhabbatli xonim deb Rahmat. Rahmat. rozi bo'lasiz xoningizni. Qadrlaganingiz uchun berib ming keldim. rahmat sizga. Rahmat. Rahmat. Vaqtingizga rozi bo'ling Nargiz Siz opa. ham rozi bo'ling. Vaqtingizga rozi bo'ling. Siz ham rozi O'rgatganlaringizga rozi bo'ling, bo'lishganlaringizga rozi bo'ling. Sizlar ham rozi Mana shu bo'linglar. podkastni kuzatgan, ko'rgan va uni maza qilib tomosha qilayotgan har bir ayolga samimiy baxt tilayman. Baxt bu lahza. Bu baxt bu mana hozir. Ko'rib turibsiz, eshitib turibsiz, tafakkur qilyapsiz. Shuni o'zi baxt, alhamdulillah. Va ana o'sha baxtni his qilish uchun Alloh qalbimizga go'zal iymon, e'tiqod, o'ziga muhabbatni bersin. Va ana shunday chiroyli tilaklar bilan sizlar xayrlashaman. Yana bir karra inshaalloh, balki yana hali ko'rishamiz, suhbatlar qilamiz inshaalloh. Va so'ng so'zim Nargiz opa, farzandlaringizni shunaqa rohatini ko'ring. Ularning shunaqa kamolini ko'ring. Har bir soniyasidan
faqat va faqat zavqlaning. Rahmat sizga. Va onajoningiz nevaralarni, evaralarni ham to'ylarda bosh farmonboy o'tirsinlar. Sekin vaqt kelib, siz ham xuddi shunday maqomga bo'ling inshaalloh. Rahmat sizga. Rahmat Sog' sizga. bo'ling siz ham. Salomat bo'ling. Yaxshilikni ko'rishinglar aziz. Osh bo'lsin, oling. Osh bo'lsin. Osh bo'lsin. Asalim, osh bo'lsin. Olinglar sizlar.